Shu azim va tarixiy shahar darvozasidan kirganingiz zahotiyoq respublikamizning eng yirik oliygohlaridan biri. Hamma tayyormi? Buxoroda 5 ta zamonaviy, Xorazmda 3 ta o'quv binosi. Bugun Osiyo xalqaro universiteti Xorazm kampusida ushbu orzuni qisman bo'lsa ham amalga oshirishga harakat qilamiz. Sayohatimizni birinchi binodan boshlaymiz. Eng yaxshisi shular uchun yaratilgan. Minus birinchi qavatda ona va bola xonasi ham bor ekan. 3 yildan buyon o'qiyman. 2 ta farzandimni ham o'qib, ham shu yerda katta qilyapman. Hozir mavzuga kirib sekin qo'shilamiz. Darsi zo'r, ma'lumotlar zo'r. Talabalar Kipr, Malayziya, Indoneziya kabi davlatlarda amaliyot ham o'tashgan ekan. Har yili xorijga talabalarni qisqa muddatda stajirovkaga, demak 2 haftagacha bo'lgan muddatda. Grant olganingizni eshitganingizdan keyin taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? To'g'risi bu yerga kirib ko'rmasak bo'lmaydi. 30 tani to'liq bosib bo'lgandan keyin sun'iy nafas beraman, to'g'rimi? 2 marta sun'iy nafas berasiz. Tirildi. Bu yoqda inson omili yo'q. Talaba keladi, test topshiradi. Hammasi shaffof. Shaffof. Qiyinchilik tug'dirmayotgan savollar? Hozirchalik yaxshi. Oshxonaga ketdik. Bu universitet oshxonasi. Tushligimiz 38 mingga tushdi. Oxuning ikkinchi binosiga keldik. Mini sex tashkil qilingan. Biz sayohatimizni 3-binoda davom ettiramiz. Maqsadimiz yetuk kadr, eng zo'r vrachlarni tayyorlash. Amaliyot jarayonida lavhalarni ko'rsak bo'ladimi? Hozir bu yerda amaliyot darslari bo'lib o'tyapti. Bu Osiyo xalqaro universitetining 4-binosi. Sayohatimizni 4-binoda davom ettiramiz. Ko'pchilik yoshlarimiz o'zimiz universitetda ham ishlaydi. Ya'ni eng iqtidorli, bilimga chanqoq yigitlar, qizlar o'zimizni 4-bino oshxonasi, 300 o'rinli oshxona. Assalomu alaykum. O'tiringlar, yaxshimisiz? Dars o'rinlarimiz bo'lyapti bu yerda ham. Menimcha hozir tadbir bo'lish arafasida. Shunday. Xorijlik professor o'qituvchilar ham faoliyat olib borishadi. Good morning, how are you? Good morning, sir. We're fine, Very thank sorry you. for disturbing you. No problem. Dars juda ham qizg'in o'tadi. Har darsda biz 2 minutlik muloqot taxlab fikr almashamiz. Keling, men bu qizga yordam beramiz. Qayerga ketayotganliklari haqida so'raymiz. Osiyo xalqaro universitetining 7-binosi qurilayotgan ekan. Sayohatimizni 5-binoda davom ettiramiz. Wow, 5-bino ichki ko'rinishi juda ham ajoyib tarzda qurilgan ekan. 500 dan ortig'i xorijiy talabalarimiz hisoblanadi. Xonalar bilan tanishib chiqamiz. Eng yirik kutubxonamiz, laboratoriyamizda navbatdagi tajriba. Bu oshxonamiz 300 o'rinlik bo'lib, talabalarimizning eng maroqli vaqt o'tkazadigan maskani hisoblanadi. 6-binomiz haqida ham ma'lumot berib o'tsam. Bu yerda xorijiy talabalarimiz tahsil olib kelmoqda. Simulyatsiya markazimiz 5-binomizni yonginasida joylashgan. Inyeksiya qilishni talabalarimiz mulajlarda o'rganishadi. 5 qavatli, ko'p tarmoqli xalqaro shifoxonani Buxara City hududida. Keling, birgalikda klinikani ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek talabalarimiz bor. 3-kurs talabalarimiz. Shu azim va tarixiy shahar darvozasidan kirganingiz zahotiyoq respublikamizning eng yirik oliygohlaridan biri. Osiyo xalqaro universiteti ko'zingizga yaqqol tashlanadi. Keling, bugun aynan shu universitet bilan yaqindan tanishishingizga o'zim ko'makdosh bo'laman. Tayyormisiz biz bilan sayohatga? Qani ketdik. Operator, ketdik. Agar siz o'quv haqida faqat eshitgan bo'lsangiz, bugun uni butunlay boshqa tomondan ko'rasiz. Chunki bugun men sizni Osiyo xalqaro universitetiga sayohatga olib chiqaman. Hamma tayyormi? Boshladik. Osiyo xalqaro universiteti bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan biri sifatida ish faoliyatini izchil kengaytirmoqda. Buxoroda 5 ta zamonaviy kampus, Xorazmda 3 ta o'quv binosi, simulятsion markazlar va yaqin kunda ish faoliyatini boshlaydigan maktab va maktabgacha ta'lim, ko'p tarmoqli shifoxonalari. Bularning barchasi ta'lim, amaliyot va rivojlanishning bir tizimda uyg'unlashganini bildiradi. Biz esa siz bilan sayohatimizni 1-binodan boshlaymiz. Qani ketdik. Biz hozir 1-binomizning 2-qavatdamiz. Bu yerda dekanat joylashgan ekan. Keling, dekanning o'zlaridan universitet 1-binosi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ozgina vaqtingizni olamiz. Kuzatuvchilarimiz uchun universitet 1-binosi haqida
ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni dars jarayonlari, fakultet, yo'nalishlari haqida. Bugungi kunda bizning fakultetimizda 12 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr mutaxassislari, 4 ta mutaxassislik bo'yicha magistratura talabalari tahsil olib kelmoqda. Mana biz ko'rishimiz mumkinki, bizda ta'lim yo'nalishlari, uning xususiyatlari yoki qanday faoliyat olib boradi, malaka talablari qanday ekanligi to'g'risida mana talabalar bo'limi mavjud. Shu talabalar bo'limi oldida ma'lumotlarimizni qo'yganmiz. Hozir bu yerda ana ko'rishimiz mumkin talabalar bo'limi. Bu bo'lim qanday vazifani bajaradi? Bugungi kunda mazkur bo'limimiz talabalarga akademik jarayonlar to'g'risida ma'lumotlar beradi. Qolaversa nafaqat talabalarga, ularning ota-onalariga, yaqin insonlariga talabaning tahsil olishi yoki unga yaratilgan imkoniyatlar to'g'risida qisqacha ma'lumotlarni va asosli talabaga asosli hujjatlarni ham taqdim etadi. Shu bilan bir qatorda mana talabalar bo'limidan keyin ko'rishimiz mumkin, buxgalteriyamiz. Shu yerda respublika stipendiyasining sertifikatlari, to'lovlarini to'lash imkoniyatlari amalga oshiriladi. Ya'ni ularning iqtidorlilariga albatta bizda rektor stipendiyasiga da'vogar bo'lish uchun ta'lim jihatdan yuksak ma'naviyatga ega, iqtidorga ega, dars jarayonidagi ta'lim sifatiga to'liq rivoya qiladigan tartibli talabalarimiz nomzod bo'ladi. Ya'ni har tomonlama faol talabalar. Faol talabalar nomzod bo'ladi va ularni keyin biz sinov qilamiz. Shu faol talabalar o'rtasida sinovlar orqali tanlab olib, har oyda 3 ta kategoriyada 300 ming so'mlik, 400 ming so'mlik, 500 ming so'mlik to'lovlar orqali talabalarimiz stipendiyalari berib boriladi. Undan tashqari mana birinchi qavatda talabalarimizni o'sha bo'sh vaqtini do'stlari bilan maroqli yoki nonushta qilishlari uchun oshxonalarimiz ham bor. Bu birinchi binomizni oshxonasi hisoblanadi. Bu yerda talabalarimiz do'stlari bilan vaqt o'tkazishlari mumkin. Hamda asosan ovqatlanish uchun narx-navolari ham talabalarga monand. Binomizning bu qismida ta'lim sifati, o'quv jarayonini nazorat qilish bo'limlari, rahbariyat joylashgan. Ya'ni universitetimizdagi barcha holatlar, ya'ni ma'naviy holatdan tortib to akademik holatgacha bo'lgan jarayonlarni nazorat qilib boshqarib turadigan bo'linmalarimiz joylashgan. Bu bo'lim ta'lim sifati hamda ichki nazorat monitoring bo'limi hisoblanadi. Ta'lim sifatimizdan keyin mana o'quv ishlari bo'yicha prorektorimizning xonalari bor. O'quv ishlari bo'yicha prorektor hamda ta'lim sifati o'zaro yonma-yon qo'yilishining asosiy boisi bu yerda ikkita struktura o'zaro hamkorlikda jarayonda ishlayotganligi uchun kommunikatsiya jarayonlari yaxshi bo'lishi, ta'lim sifatini yanada tezroq muammolar chiqqanda muammolarni hal etishi yoki ularni takomillashtirish choralarida qulay bo'lishi uchun shunday strukturalar borganmiz. Ko'rishimiz mumkin, mana rahbariyat bu yerda rektorimiz faoliyat olib boradilar. U kishining qabulxonalari, fuqarolarni qabul qilish bo'yicha imkoniyatlar, boshqa barcha jarayonlar shu yerda olib boriladi. Yoshlar siyosati va ma'naviy ishlar bo'yicha birinchi prorektorimizning xonalari. Bu yerda asosan talabalarimizda o'sha ma'naviy muhitni shakllantirish, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, qolaversa xotin-qizlarimiz, ayollarimizga qo'shimcha psixologik treninglar o'tkazib, ularni keyingi hayotlarga tayyorlab borish kabi vazifalarni amalga oshiriladi. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektorimizning xonalari. Bu yerda bizda nafaqat fan o'qituvchilari yoki ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan o'qituvchilarimiz emas, iqtidorli talabalarimiz bilan ham bu yerda faoliyatlar olib boriladi. Moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektorimizning xonalari bu biz uchun juda muhim xona. Sababi bizda talabalarga yaratilgan qulayliklar, imkoniyatlar, infratuzilma bu barchasi mana shu xonada o'tirgan kadrlarimizning tashabbusi bilan bo'ladigan nima desam, holat. Sababi universitetda infratuzilma qulay bo'lishi kerak. Talabalarimizga yaratilgan imkoniyatlar, laboratoriyalar, o'quvxonalar, adabiy kutubxonalar yoki bo'lmasa o'quv zallari hammasi qulayliklarni yaratib beradigan inson shu yerda faoliyat olib boryapti. Mazkur binomiz 5 ta qavatdan hamda -1 qavatdan iborat. -1 qavatda talabalarimiz uchun o'quv zali, ya'ni chitalniy zal deydi, kutubxona hamda test markazi joylashgan. Bular o'zaro bir-biri bilan integratsiya
u yerda treninglar ham tashkil etiladi. Birinchi qavatimizda esa talabalarni boshqaruvi, bu yerda upravleniya hamda rahbariyat qismi hisoblanadi. Ikkinchi qavatda iqtisodiyot va pedagogika fakulteti dekanati va iqtisodiyot kafedrasi hamda raqamlashtirilgan bo'limlarimiz mavjud, raqamlashtirish bo'limlari. 3-qavatda pedagogika psixologiya kafedrasi faoliyat yuritadi va o'quv xonalari 4 va 5-qavatlarimiz to'liq barchasi auditoriya va o'quv xonalari, kompyuter xonalari bilan jihozlangan. Fakultetimizda iqtisodiyot kafedrasi ham mavjud. Bugungi kunda iqtisodiyot kafedrasiga 40 ga yaqin professor o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishadi. Bularning aksariyati ilmiy darajaga ega, ilmiy unvonga ega o'qituvchilar hisoblanadi. Hozirgi kunda mazkur o'qituvchilarimiz nafaqat respublikamizda, balki boshqa respublikadagi oliy ta'lim muassasalarida ham ilmiy faoliyatlarini olib, himoya ishlarini amalga oshirgan, xo'jalik shartnomalari, davlat grantlari bo'yicha faoliyat olib bormoqdalar. Bugungi kunda iqtisodiyot kafedrasida iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar, logistika, turizm va hokazo shunga o'xshagan 8 ga yaqin ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talabalar tahsil oladi va professor o'qituvchilarimiz mazkur ta'lim yo'nalishlaridan yuqori sifatli ta'lim jarayonlarini tashkil etib kelmoqdalar. Fakultetimizda 2-kafedra bu pedagogika va psixologiya kafedrasi hisoblanib, bugungi kunda mazkur kafedrada 50 dan ortiq professor o'qituvchilar faoliyat yuritishadi. Bularning ichida professorlarimiz, dotsentlarimiz, ilmiy tadqiqotchilarimiz mavjud. Mazkur kafedrada bugun pedagogika, psixologiya, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim hamda maxsus pedagogika kabi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bakalavr talabalari o'qitiladigan bo'lsa, ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi, pedagogika va psixologiya mutaxassisliklari bo'yicha magistratura talabalari tahsil olishadi. Bugungi kunda mazkur talabalarimizga dars o'tadigan o'qituvchilarimiz yuqori malakaga ega, o'zini ustida doim ishlaydi. Mazkur kafedramizdagi o'qituvchilar psixologik nafaqat dars berishdan tashqari, bular talabalar bilan psixologik treninglar o'tkazishga juda usta o'qituvchilarimiz. Buni alohida bir aytib o'tishimiz darkor. Sababi shu mutaxassisliklar to'liq psixologlarimiz mazkur kafedrada faoliyat yuritishadi. Qolaversa, universitetimizda talabalarga psixologik ko'nikma beradigan mutaxassislarimiz bilan ham bular doimiy integratsiyada bo'lib, amaliy bir-birovlarga amaliy yordam berib, dars jarayonlarida qiziq bir treninglar tashkil etishadi. Birinchi binoning 5-qavatida biza mazkur qavatda asosan pedagogika va psixologiya mutaxassisliklari bo'yicha maxsus xonalarimiz va o'quv xonalarimiz mavjud. Bu yerda talabalarimiz o'sha psixologik treninglarni yoki pedagogik mashg'ulotlarni o'tkazishadi. Barcha xonalarimiz mutaxassisliklarga mos jihozlar bilan ta'minlangan. Hattoki mana koridorlarni ham ko'rishimiz mumkinki, o'sha mutaxassislikdan qanaqadir bir talabaga ma'lumot beradigan stendlar bilan boyitilgan. Bu joy odamni o'ziga tortyapti. Bu qanday joy? Bu joy haqida men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, bu yer talabalarimiz o'zaro bir tanishadigan, suhbatlashadigan yoki bo'lmasa o'zlari uchun esdalikka bir suratga tushadigan joy sifatida universitet tayyorlab qo'yilgan. Talabalarimiz o'zlari uchun asosan esdalik albomlarini yaratadigan, do'stlashadigan bir hudud deb qarasak ham bo'ladi. Shu joyda bir savol tug'ildi. Universitetda ham o'qib, ham o'z mutaxassisliklari bo'yicha ishlaydigan talabalarimiz bormi? Xo'sh, bu juda ham o'rinli savol va bugun jamiyatimizda haqiqatan ham mazkur ham o'qib, ham ishlash holati bo'yicha katta bir yurtboshimiz tomonidan ham e'tibor qaratilib kelinmoqda. Sirtqi ta'lim shaklida tahsil oladigan talabalarimizning aksar qismi bu o'zini mutaxassisligi bo'yicha bugun davlat tashkilotlarida, xohlasa nodavlat tashkilotlarda ham faoliyat olib borilmoqda. Sirtqi ta'lim shaklida mana bizda bu yil bitiruvchilarimiz bor. Bitiruvchilarimizni ko'rishimiz mumkinki, hali bitirmasdan, qo'llarida bakalavr darajasidagi diplomni olmasdan turib, 50-60% dan ortiqlari bugun ish bilan nima desam, ega bo'lgan desalar ham bo'ladi. Bu nimadan dalolat beriladi? Universitetimizda shu ta'lim sifatining yuqoriligi, talab juda ham chuqur ekanligi,
zamonaviy fikrlay olish darajasidagi kadrni ishlab chiqarish biz uchun muhim bo'lganligi va bugun biz ishlab chiqaradigan kadrlarimiz jamiyatda mana bitirmasdan turib olmish 70%gacha qo'rqmasdan aytishimiz mumkin o'z o'rinlarini topishi bu universitetimizda amalga oshiradigan sa'y harakatlarini mana yaqqol bir namoyon etadi desak adashmagan bo'lamiz. Suhbatimiz so'ngida kuzatuvchilarimizga, talabalarimizga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Bu juda muhim savol. Tavsiyam faqat talabalarimizga emas, jamiyatdagi yoshlarimizga ham taalluqli bo'lardi. Bugungi kunda jamiyatda yetuk mutaxassislar zarur. Bu uchun albatta talaba bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritish va qanday oliy ta'limda o'qish bu juda ham muhim. Talaba bo'lgandan so'ng albatta mutaxassislik fanlarini chuqur o'rganish, shu bilan bir qatorda til va raqamli texnologiyalardan foydalanish salohiyatini ham oshirib borish kerak. Bu imkoniyatlar talabaga respublikamizda kerakli, kreativ yondasha oladigan mutaxassis bo'lib yetishlari uchun zarur bo'lgan tavsiya hisoblanadi. Nafaqat respublikamizda, balki mazkur o'sha quyida aytib o'tgan yo'nalishlarimizni puxta egallagan talabalarimiz xalqaro darajadagi kompaniyalarda ham yetuk mutaxassis sifatida faoliyat yurita oladilar. Albatta, mazkur sohalarni, mutaxassislarni chuqur o'rganish uchun Osiyo xalqaro universitetida keng imkoniyatlar yaratilgan. Faqatgina mutaxassislik fanlarini o'rganish emas, bunga qo'shimcha tarzda til bilish, ta'lim texnologiyalarini o'rganish, muloqotga kirish, kommunikatsiya qilish, munosabat qurish kabi ko'rsatkichlarni ham oshirish imkoniyatlari Osiyo xalqaro universitetida mavjud. Talaba yoshlarimizga, Osiyo xalqaro universitetida o'qiydigan talabalarimizga va shu yerda o'qish istagini orzu qilgan yoshlarimizga o'qishlariga omad, zafarlar tilaymiz. Ular har doim bilishsinki, jamiyatimizda eng yaxshisi shular uchun yaratilgan. Sizga mazmunli va maroqli suhbat uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Operator -1 qavatda ona va bola xonasi ham bor ekan. Demak, yosh bolali bo'lsalar ham bemalol darslarda ishtirok etib, tahsil olishlari mumkin ekan. Bunday imkoniyat hamma universitetda ham yo'q. Keling ko'ramiz. Endi yosh bolam bor, o'qiy olmayman degan bahonaga o'rin yo'q. Ko'rib turganingizdek, Oxuda barcha sharoitlar mavjud. Kelib, o'qib, mazza qilib ketish kerak xolos. Keling, ota-onalarimizni fikrlarini ham bilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yosh bola bilan kelib o'qish sizga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, aslo. Men shu Osiyo xalqaro universitetida 3 yildan buyon o'qiyman. Ikkita farzandimni ham o'qib, ham shu yerda katta qilyapman. Hamma sharoitlar bor, bemalol bahona qilmasdan o'qish mumkin. Rahmat. Biz 1-bino 2-qavatidamiz. Bizda keyingi xona bu xalqaro bo'lim. Aytgancha, Osiyo xalqaro universiteti 100 ga yaqin xorijiy universitetlar bilan hamkorlik qiladi. Hatto talabalar Kipr, Malayziya, Indoneziya kabi davlatlarda amaliyot ham o'tashgan ekan. Keling, to'liq ma'lumotni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Ozgina vaqtingizni olamiz. Aziz kuzatuvchilarimiz uchun xalqaro bo'lim haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, xalqaro aloqalar bo'limi Osiyo xalqaro universitetida 2023-yildan buyon o'z faoliyatini olib bormoqda. Shu vaqt mobaynida bo'limiz tomonidan juda ko'plab xorijiy, xalqaro va qaysidir ma'noda mahalliy loyihalar, proyektlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan eng kattasi sifatida aytishimiz mumkinki, demak, WUST, Amerikaning, demak, Washington University of Science and Technology universiteti bilan birgalikda asos solingan qo'shma ta'lim dasturimiz. Bundan tashqari har yili, mana oxirgi 3 yil davomida har yili xorijga talabalarni qisqa muddatda stajirovkaga, demak, 2 haftagacha bo'lgan muddatda universitet talabalarini saralab yuboramiz. Bundan tashqari qo'shma konferensiyalar amalga oshirib kelamiz. Misol uchun, demak, o'tgan yili ikkita katta konferensiya amalga oshirilgan. Bu Rectors Club, ya'ni Markaziy Osiyo rektorlarining yig'ilishi va undan tashqari, demak, Pokistonning Superior universiteti bilan birgalikda iqtisodiyot, biznes, marketing yo'nalishi bo'yicha qilingan konferensiyalar. Undan tashqari onlayn darslar, demak, xorijiy yetuk mutaxassislar, yaxshi professorlarni universitetga jalb qilib kelmoqdamiz.
Yana bizni qiziqtirgan savollardan biri ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, talabalar chet elga amaliyot o'tab kelishyapti. Boshqa talabalar ham borishlari uchun nimalar qilishlari kerak? Chet el demak, chet elga amaliyotga borish uchun demak biz 2 marotaba bir yilda demak 2 marotaba imtihon o'tkazib, mana bu yilda 2 marta imtihon o'tkazdik. Imtihonning asosiy shartlaridan biri bu 3 ta eng asosiy til sifatida 3 ta tilni tanladik. Bu ingliz tili, turk tili va rus tilini bilish kerak. Chunki biz shu 3 ta tildan bittasida gapiradigan davlatlardan hamkor universitetlarimizga demak yuboramiz, yoki Turkiya yoki masalan Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lishi mumkin va yoki ingliz tili borasida masalan Indoneziya, Malayziya kabi davlatlarga boradi. Uning uchun demak talabamiz qaysidir shu 3 ta tildan bittasini yaxshi bilishi kerak va undan tashqari o'zini fanlarini juda a'lo darajada bilishi, yaxshi baholarga ega bo'lishi kerak. Ko'rib turibmizki, xonada sovg'alar juda ham ko'p. Bu qaysi hamkor universitetlar tomonidan berilgan? Bu sovg'alarga keladigan bo'lsak, demak bular o'sha 3 yillik faoliyatimiz davomidagi tashriflar yokida bizga kelgan mehmonlar bilan almashirilgan sovg'alardan bu yerda olib qo'yganmiz. Va sovg'alar ham turlicha, masalan Ozarbayjon, Pokiston, Angliya, xo'sh, bu yerda juda ko'p Tojikiston, Turkiya mana davlatlarimiz bor, Malayziya davlatlarimizdan bor. Meni ana shu do'ppini tarixi qiziqtiryapti, agar aytib o'tsangiz. Xo'p, bu do'ppimiz demak Tojikistonning xorijiy tillar universiteti vakillari tomonidan tashrif buyurgan paytda demak bizga olib kelishgan. Meni bilishim bo'yicha bu do'ppi o'sha qaysidir mahalliy hududlarda, Tojikistonning qaysidir mahalliy hududlarida milliy do'ppi sifatida o'sha ta'riflanadi. Agar yoqayotgan bo'lsa, sizga sovg'a qilishimiz mumkin. Yarashdimi? Rahmat. Suhbat uchun, sovg'a uchun sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Doimo demak eshigimiz ochiq. Qaysidir talabalar yoki professor o'qituvchilarimizga qaysidir loyihalarimiz haqida ma'lumot kerak bo'lsa, doimo demak eshigimiz ochiq. Xohlagan paytda kelib so'rashlari mumkin bo'ladi. Или там, где было тихо. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ozgina vaqtingizni olamiz. Sizdan dars jarayonlari, talabalarimizning ishtiyoqlari haqida so'ramoqchi edik. Hozir qaysi dars bo'lyapti? Hozir biz rus tili darsida o'tiribmiz. Mana o'zi talabalarga mavzuni tushuntirib o'tyapman. Talabalarimizning darsga bo'lgan ishtiyoqlari qanaqa? Talabalarimizning darsda bo'lgan ishtiyoqlari juda ham yaxshi. Demak, rus tilini o'rganishga bo'lgan demak ehtiyojlari borligi sezilib turibdi. Chunki kelajakda bularda rus tiliga bo'lgan ahamiyat juda ham katta. Bularning aynan sohalari bo'yicha rus tilida demak o'zlashtirish uchun ham bularning yo'nalishlariga mos bo'lgan mavzular tanlangan. Bular hozir qaysi yo'nalish talabalari? Hozir bular iqtisod yo'nalishi talabalar bo'lib hisoblanishadi. Bular ichida stipendiya, grant sohibalari bormi? Albatta, bizning universitetimizda juda ham ko'pgina talabalarimiz grant stipendiyalarini yutib olishgan bo'lib hisoblanadi. Bu hozir men dars o'tayotgan guruhimizda ham xuddi shunday talabalardan biri Jumayev va Charos bo'lib hisoblanadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bir ikkita savollarimiz bor edi. Grant olganingizni eshitganingizdan keyin taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Bu juda ham boshqacha hissiyot edi. Tasavvur qiling, oila davrasida o'tiribsiz va sizga Osiyo xalqaro universitetidan qo'ng'iroq bo'lyapti. Tabriklaymiz, siz grant sohibasiga aylandingiz. Bu onda men dunyodagi eng baxtli odam edim. Bu yutuqqa erishgungacha qanaqa qiyinchiliklar bo'ldimi? Qanaqa qilib erishdingiz? Har bir yo'lni bosib o'tarkansiz, uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Bu yo'lda menga ta'lim tarbiya bergan ustozlarimga kattakon rahmat aytmoqchiman. Fan ustozlarim meni juda ham katta qo'llab-quvvatlashadi va undan tashqari men o'zimning mehnatimga ham, o'zimga ham rahmat aytmoqchiman, chunki bu yo'lda men juda ham ko'p mehnat qilganman. Undan tashqari men ma'naviyatda volontyorlik faoliyatimni olib boraman, mediada juda ham faolman. Undan tashqari ma'naviyat tomonidan o'tkazilayotgan ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarga doimo qatnashaman. Demak, barcha sohada faolsiz. Stipendiya ham olib turasizmi? Albatta, har oy rektor stipendiyasi uchun test bo'ladi, xabaringiz bor va men bu testda har doim faol qatnashib, doimiy stipendiyalarga ega bo'lib boraman. Sizni tabriklaymiz bu yutuqlar bilan. Bardavom bo'lsin. Omad tilaymiz o'qishlaringizga. Bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat ustoz. Rahmat sizlarga. Test markazi bu talabalar uchun eng muhim nuqtalardan biri hisoblanadi. To'g'risi bu yerga kirib ko'rmasak bo'lmaydi.
Ajoyib vaqtida kelibmiz. Test markazi to'la. Menimcha meditsina, ya'ni tibbiyot yo'nalish talabalari test sinovlari topshirishyapti. Keling, to'liqroq ma'lumot so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozgina vaqtingizni olamiz. Test markazi haqida ma'lumot berib o'tsangiz, hozirgi holat haqida. Ko'rib turganingizdek, bu yer test markazi, xorijlik talabalarimiz hamda tibbiyot talabalarimiz ayni damda test jarayonlarini topshirishmoqda. Ko'rib turganingizdek, talabalar testni ishlashyapti. Demak, bu yerda imkoniyatlar juda katta. Ochiqlik, shaffoflik hamda o'sha zamonaviy baholash tizimi yaratilgan. Hozirda talabalarimiz kirishadi va o'tirgandan keyin Face ID tizimi orqali testni ishlashadi va unga o'sha test jarayonlari chiqadi. Bundan tashqari bizga rektorimiz tomonidan juda qulayliklar yaratilgan. Yanada kelajakda yoshlarimiz uchun barcha sharoitlar yaratish niyat qilingan. Demak, o'quvdagi barcha test sinovlari aynan mana shu yerda bo'ladi. Bundan tashqari o'sha sirtqi kunduzgi magistr talabalarimiz yakuniy natijalari shu yerda bo'ladi. Ya'ni bu yoqda inson omili yo'q. Talaba keladi, test topshiradi. Hammasi shaffof. Shaffof holda bo'ladi. Ya'ni avtomatik tarzda uni mobil qurilmasiga bahosi kelib tushadi. Hozir ham ko'rsangiz bo'ladi, talaba testni tugatish qilgandan keyin uni qurilmasiga SMS tarzda boradi. Rahmat sizga. Ko'rib turganingizdek, barchasi shaffof, nazorat ostida. Keling, biz talabalar fikrini bilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qaysi fandan test topshiryapsiz? Patologik fiziologiya. Testlar qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q. Necha ball olaman deb o'ylaysiz? 70. Omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi fandan test topshiryapsiz? Neyroxirurgiya. Qiyinchilik tug'dirmayaptimi savollar? Hozirchalik yaxshi. Hammasi nazorat ostidami? Hammasi nazorat ostida. Omad sizga. Rahmat. Ushbu test markazi 120 nafar talabaga mo'ljallangan ekan. Xo'sh, test markaziga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Oshxonaga ketdik. Qornim och qoldi. Bu universitet oshxonasi, aytishlaricha bu yerda 250 kishiga mo'ljallangan. Pastki qavatda ham yana bitta oshxona ish faoliyatini olib boradi. Syomka jarayonlari bilan qornim och qolib ketdi. Hali shu yergacha kelyapti. Keling, ovqatlanamiz. Talabalar yo'q. Soat 11, hali menimcha dars jarayonida talabalar. Operator och qoldingizmi? Ovqatlanamiz va talabalarning bir kunlik tushlik vaqt narxi qanchaga tushishini ham ko'rib o'tamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimalar bor? Mana osh tayyor, kurinni pajarkamiz bor, garach pajarkalar bor. Hammasi. Somsalar bor, issiqqina, sveji chiqqan. Bitta osh berasizmi? Bay, hidlaridan. Tushligimiz 38 mingga tushdi. Menimcha o'ylayman talabalarimiz uchun bu o'rtacha narx. Endi mazza qilib yeymiz, ovqatchani yeymiz, kolachani ichamiz va sayohatimizni davom ettiramiz. O'tiring. Birinchi binodagi sayohatni yakunladik va Oxuning ikkinchi binosiga keldik. Ikkinchi bino haqida to'liqroq ma'lumotni ichkariga kirib so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Birinchi binomizni sayohat qilib kelyapmiz. Endi navbat ikkinchi binoga. Ikkinchi bino haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Ikkinchi bino bo'yicha og'zaki ma'lumot berishim mumkin, lekin undan ko'ra sizga binoni o'zini ko'rsatsam. Bino 7 qavatdan iborat bo'lib, autorlarimiz soni 40 dan ortiq va bu yerda mingdan ortiq talabalar tahsil oladi. Bu yerda asosan tibbiyot fakultetining farmatsiya yo'nalishi hamda oliy hamshira yo'nalish talabalari tahsil oladi. Hozirda oliy hamshiralikning birinchi kurslari va farmatsiya yo'nalishining 5 ta kurslari shu yerda tahsil oladi. Biz birinchi qavatimizda 2 ta laboratoriya, 2 anatomiya xonasi mavjud bo'lib, sizni hozir dars jarayonlari bilan tanishtiraman. Bu yerda hozir farmatsiyada yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar dars jarayonida. Marhamat, keyin. Ikkalasini solishtirdik. Sulfat va xlorid bir xil natija beradi, ya'ni qorin bo'shlig'ida teshib, qorin tarafida. Demak, formulada vil keladi, vildan keyin aytganday verb keladi. Xo'sh. Demak, qo'lingizda turgan future simple mashqni birinchisini bajaramiz. Birinchisida Hozir talabalarimizdan ko'rganimizda so'rovnoma so'rashimiz mumkin. pozitiv berilgan formulaga oid
gapni o'qiymiz birinchisini. Assalomu alaykum. Tibbiyot sohasida siz uchun qaysi fan qiyin deb o'ylaysiz? Men uchun tibbiy kimyo, biokimyo fani qiyinroq. Nima sabab? Uni reaksiyalar bo'yodlash sal qiyin, keyin ichki organizmda kechadigan reaksiyalarni tushunish qiyinroq bo'ladi, lekin uddalaymiz. Ustozlarning bergan bilimlari asqotyaptimi? Ustozlar yordam berib, bizga shu o'zimiz tushunadigan darajada tushuntirib, esimizda qolarli qilib, o'zimizni tanamizdagi kechadigan jarayonlarni o'rgatganlari sababli biz uni yaxshi tushunyapmiz, keyin qo'llab bilibmiz. Rahmat. Ikkinchi etajimizda ikkita informatika xonasi, bitta qalqon hamda farmatsevtika xonasi mavjud bo'lib, informatika xonamizda to'liq texnologiyalardan ta'minlangan bo'lib, farmatsevtika xonasi bu nima degani? Bu yerda farmatsiya yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun mini sex tashkil qilingan. Bu yerda turli xil qurilmalar, mini aptekamiz mavjud. Shu sex shu xonaning ichidami shunda? Shu xonaning ichida. Menga juda qiziq bo'ldi. Kirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat, kelishlaringiz mumkin. Bu yerda talabalarga ham dars o'tiladi, qurilmalar bilan tanishib chiqishi. Undan tashqari mini aptekada talabalar qaysi dorilar qayerga turishi, qanday ketma-ketlik mavjud bo'lishi va ularni qanday tartibda qo'yishni o'rganishi mumkin. Bu auditoriyada doimiy dars bo'ladi, lekin hozirda dars jarayoni qo'yilmaganligi sababli dars bo'lmayapti. Bu yerda talabalarga asosiy farmatsiya kerak bo'ladigan qurilmalar mavjud bo'lib, bular ikkita dori preslaydigan apparat, bitta kapsula hamda bitta ampula chiqaradigan texnologiyalarimiz mavjud. Demak, talabalar bu texnologiyalardan bemalol foydalanishlari mumkin. Albatta, dars jarayonlarida ham bulardan foydalangan holatda dars o'tiladi va talabalar texnologiya bo'yicha to'liq ma'lumotga egalar. 3-etajimizda dekanat xonasi mavjud bo'lib, talabalar murojaatlar, muammolar yuzasidan doimiy murojaat qiladilar. U uchun har doim eshigimiz ochiq. 3, 4, 5 va 6 etajlarimiz to'liq auditoriyalar bo'lib, talabalar bu yerda amaliy va ma'ruza darslarni o'tishlari mumkin. Endi sizni 7-etaj oshxona va kutubxona bilan tanishtirib chiqaman. 7-etajimizda talabalarni bilim olish uchun kutubxona hamda ovqatlanish uchun oshxona mavjud bo'lib, oshxonamizda talabalar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ya'ni qulaylik deganda nima inovatga olamiz? Bu talabalar uchun arzon ovqatlar va sifatli. Endi esa kutubxonamiz bilan tanishtiramiz. Bu kutubxona bo'lib, bu yerda talabalar bilim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirda talabalarga yangi kitoblar keltirilgan 600 ga yaqin o'z kitoblarini joylashtirish jarayonlari davom etmoqda. Ko'rib turibsizki, kitob javonlarimizda har doim kitoblar mavjud. Bu yerda talabalarga kerak bo'ladigan barcha fanlardan barcha kitoblarimiz mavjud. Bundan tashqari talabalar elektron qo'llanmalardan foydalanmoqchi bo'lsalar, kompyuterlar sharoitlari ham taxlab qo'yilgan. Barcha kompyuterlar internet tarmog'iga ulangan. Bu binoda bepul Wi-Fi xizmati mavjud bo'lib, talabalar Wi-Fi orqali o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni xohlagan payt olish imkoniyatiga egalar. Demak, talabalarimiz o'zlariga kerak bo'lgan kitoblarni barchasini shu yerdan topishlari mumkin. Albatta, ham elektron shaklda, ham kitob shaklida topishlari mumkin. Demak, ikkinchi binoda ham talabalar uchun barcha qulayliklar mavjud ekan. Suhbatimiz so'ngida kuzatuvchilarimizga maslahat berib o'tsangiz. Hozirda Osalqi universiteti barcha talabalar uchun juda katta imkoniyat va juda katta qulayliklar yaratib qo'ygan. Eng asosiy qulayliklardan biri bu universitetda tashkil qilingan grant, stipendiya, xalqaro stajirovka, talabalarni turli sayohatlarga etish, bilimga chanqoq talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash. Bu talabalarimiz uchun eng asosiy motivatsiya desak ham bo'ladi. Chunki talabalar bilim olishga ishtiyoqi juda ham kuchayadi. Tibbiyot yo'nalishida biz talabalarga har doim bir narsani ta'kidlab kelamizki, sizlar bilim olishdan hech qachon charchamasliklaringiz kerak va har doim bilim olishga harakat qilishlaringiz kerak. Chunki tibbiyotda bir gap borki, xato kechirilmaydi. O'sha uchun tibbiyotda hozirda bizlarni ham, talabalarni ham xato qilishi haqqimiz yo'q.
Shu uchun ularga bilim olishni qayta har doim ta'kidlab o'tamiz. Tibbiyot talabalarimiz uchun yaqinda tashkil qilingan simulyatsiya markazimiz ham mavjud bo'lib, bu yerda ham talabalar dars jarayonlarini ham nazariy, ham amaliy tushunchalarga ega bo'ladi. Bu degani talabalarimiz hech qanday qiyinchiliksiz bilim olish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin degani. Maroqli suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Biz sayohatimizni 3-binoda davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Osiyo xalqaro universitetining klinik o'quv bazasi joylashgan. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir biz 4-qavatga ko'tarilamiz. U yerda rektor ish yurituvchisining xonalari bor. To'liqroq ma'lumotni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xonalarda borlar mumkinmi? Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom, keling. Biz sizdan Oxuning 3-binosi haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi edik. Osiyo xalqaro universitetimizning 3-binosida bu yerda klinik bazasi Osiyo xalqaro universitetining, ya'ni bu yerda bizda davolash 3, 4, 5 kurslar, stomatologiya 3, 4, 5 kurslar, ya'ni sikl fanlar bu yerda to'liq o'tiladi. Demak, bu yerda yuqori kurs talabalar tahsil oladi. Yuqori kurs talabalar. Agar vaqtingiz bo'lsa, men universitetimiz strukturasi bo'yicha sizga qisqacha tanishtirib o'taman. Men o'ylaymanki, tibbiyot sohasida nazariya qanchalik muhim bo'lsa, amaliyot ham shunchalik ahamiyatli deb. Shunday ahamiyatli. Bizda nazariya birinchi o'rinda, nazariya bo'ladi, bizda amaliy darslar bo'ladi. Binomizda, 3-binomizda kuratsiya soatlari bor, ya'ni talabalar kuratsiya soatlarida bu talabalarimiz to'g'ridan-to'g'ri amaliyda, ya'ni o'sha bolnitsalarda kasalda to'g'ridan-to'g'ri qo'llab ishlatib ko'radilar, ya'ni u yerda tanishib o'tadilar kasallar bo'yicha. Talabalar faqatgina davlat shifoxonalaridami yoki nodavlatlarda ham? Bizda 40 dan ortiq davlat va nodavlatda talabalarimiz to'g'ridan-to'g'ri amaliyot joylarida, ya'ni amaliyot o'tashadi to'g'ridan-to'g'ri. U yerda faqat bizni har bir borilayotgan majmualarda 40 dan ortiq majmualarda klinik bazalarimiz tashkil qilingan, ya'ni kafedralarimiz tashkil qilingan bu yerda. Tushunarli. Men sizga hozir qisqacha dars jarayonlariga agar olib kiraman, ya'ni bu yerda hozir ma'ruza amaliy darslar bo'ladi. Kuratsiya soatlarida to'g'ridan-to'g'ri Respublika shoshilinch test tibbiy ilmiy yordam markazida talabalarimiz amaliyotni o'tashadi. Demak, nazariya, amaliyot birgalikda bir-biriga juda ham bog'liq. Endi nazariyada o'rganganni to'g'ridan-to'g'ri talaba bu amaliyotda, bu kuratsiya soatlarida ko'rishi kerak, uni odamda qo'llab ko'rishi kerak. Demak, kelajakdagi ish faoliyatiga tayyor kadr bo'lib yetishib chiqadi. Xuddi shunday. Maqsadimiz yetuk kadr, eng zo'r vrachlarni tayyorlash. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat, o'tiringlar. Assalomu alaykum, siz uzr darsni bo'ldik. Hozir qaysi fan o'tilyapti talabalarimizga? Hozir bolalar kasalliklar. Aha. Mavzumiz qon yaratish a'zolari, immun sistemasi, anatomiya, fiziologiyasi, kasalliklari, simyologiyasi haqida. Bu yerda hozir ma'ruza amaliy qaysi? Amaliy dars. Bularda kuratsiya soatlari qayerda o'tiladi? Bularda kuratsiya soatlari so'nggi 2 kun davomida Respublika shoshilinch test tibbiy yordam bolalar bo'limi va bolalar reanimatsiya bo'limida o'tkaziladi. Ko'rib turganingizdek, bu xonamizda amaliy dars hozirda o'tilyapti. To'g'ridan-to'g'ri talabalarimiz bularni o'zimizda Respublika shoshilinch test tibbiy ilmiy yordam markazida, ya'ni kuratsiya soatlarida o'sha yerda to'g'ridan-to'g'ri amaliyot o'tashadi. Boshqa xonalarimizda ham bu yerda darslar bo'lib o'tyapti. Keling, men sizni kutubxonamiz bilan tanishtirib o'taman. Demak, bu yerda ham talabalarimiz o'zlariga kerak bo'lgan kitoblarni bemalol topishlari mumkin. Xuddi shunday. Ya'ni 3-binoda o'tiladigan darslar bo'yicha bu yerda kerakli barcha kitoblarimiz mavjud hozirda. Osiyo xalqaro universitetining 3-binosi kutubxonasidan tibbiyotga kerakli, ya'ni talabalarimizga kuratsiya soatlarida, ya'ni shu binoda o'tiladigan fanlar bo'yicha barcha kerakli kitoblarimiz hozirda shu binoda mavjud.
ya'ni bizda barcha binolarimizda kutubxona bor. Bizda ikkinchi binomizda, 5-binomizda tibbiyotga oid barcha kitoblar bor. U yerda ham, ya'ni u yerda o'tiladigan darslar bo'yicha u yerda ham talabalar kitoblarni olib, to'g'ridan-to'g'ri o'tirib o'qish imkoniyati mavjud. Demak, bu yerda kerakli kitoblar mavjud barchasi. Shunday. Ko'rib turganingizdek, Osiyo xalqaro universitetining kutubxonasidan qisqacha aytib o'tdim. Ya'ni binomiz bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Binomizda 4-5 etajlarda, ya'ni bu yerda o'quv xonalari. 6-etajimizda esa u yerda to'g'ridan-to'g'ri ma'ruza xonalari. 3ta, 4ta guruh patok ma'ruzalar bo'lib o'tadi. Ya'ni 1-, 2-, 3-etajlarimizda esa bu yerda klinikamiz, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri talabalarimiz ma'ruzada, amaliyda o'rganganlarini to'g'ridan-to'g'ri kuratsiyada, amaliyotda qo'llab ko'rishadi. Shu amaliyot jarayonida lavhalarni ko'rsak bo'ladimi? Marhamat, ketdik. Hozirda biz klinikamizning, ya'ni 3-binomizning -1-qavatdamiz. Bu yerda laboratoriya xonalari mavjud. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri talabalarga hozir bu yerda amaliyot darslari bo'lib o'tyapti. Keling ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Osiyo xalqaro universiteti 3-bino rektor ish boshqaruvchisi Isroil Pabosazovich bo'laman. Ya'ni talabalarni kuratsiya soatlarini ko'rishga chiqqandik. Biz hozir laboratoriya xonasini tuzilishi, laboratoriya instrumentlari, tekshirish apparaturalari, qon olish, qon yig'ish tartibini ko'rib o'tyapmiz. Ko'rib turibmanki, bu yerni tugatgunga qadar o'quv talabalari yetuk mutaxassis bo'lib chiqishadi. Shunday, chunki talabalarimiz to'g'ridan-to'g'ri ma'ruzada o'rgangan ma'lumotlarni amaliyotda qo'llab ko'rishyapti. Ya'ni laboratoriya xonalarida kasallar bilan, bemorlar bilan ishlab mustahkamlab olishyapti. Bularni talabalarimizni yetuk mutaxassis, ya'ni bo'lajak vrach bo'lishiga biz ishonamiz. Rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun, maroqli suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Bu Osiyo xalqaro universitetining 4-binosi. Sayohatimizni 4-binoda davom ettiramiz. 4-binoning 2-qavatiga ham chiqdik. 4-bino haqida ma'lumotni dekanning o'zlaridan to'liqroq bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ozgina vaqtingizni olamiz. 4-bino haqida kuzatuvchilarimizga ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Yana bir marta. Xo'p, avvalambor 4-bino Osiyo xalqaro universitetining ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti joylashgan bino hisoblanadi. Ushbu bino 2024-2025 o'quv yilida o'z faoliyatini boshlagan, talabalar tahsil olishni boshlashgan bu yerda. 4 ta kafedradan iborat hozirgi kunda. Xorij tillar va ijtimoiy fanlar kafedrasi, o'zbek va rus filologiyasi kafedrasi, texnik fanlar kafedrasi hamda jismoniy madaniyat kafedralaridan iborat. Va bu yerda 20 dan ortiq ta'lim yo'nalishlari mutaxassislari bo'yicha talabalar bilim, ta'lim olib kelishmoqda. Agar qiziq bo'lsa, batafsil bino bo'yicha ekskursiya qildirishim mumkin. Hozir 1-qavatdan boshlaymiz tanishtiruvimizni. 1-qavatda nimalar joylashgan? 1-qavatda asosan oshxona, tibbiyot xonasi, ichki ishlar xodimi xonasi. Bundan tashqari talabalarimizni kompyuter muhandisligi va grafikasi fani bo'yicha amaliy mashg'ulotlar xonasi ham 1-qavatda joylashgan. Talabalar ushbu IT yo'nalishlarini tugatib, qayerlarda ishlashlari mumkin? Bizni fakultetimizda kompyuter texnologiyalari va dasturlash ta'lim yo'nalishi hamda axborot tizimlari va texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha bakalavriat talabalar tahsil olishadi. Bundan tashqari magistratura mutaxassisligida ham ta'limda axborot texnologiyalari mutaxassisligi mavjud.
bakalavr va magistr talabalarimiz o'zlarining sohalari bo'yicha yuqori texnologik korporatsiya kompaniyalarda faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Ishlab chiqarish sohalarida o'zlarining faoliyatlarini yuritishlari mumkin. Qolaversa, ta'lim sohasida aynan mana shu axborot texnologiyalari yo'nalishida ta'lim sohasida ham o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Hozirgi kunda ham o'qib, ham ishlaydigan talabalar bormi? Albatta, bugungi kunda zamonaviy ta'limda bilasiz, yigitlar, hozirgi yoshlar, yigitlar anchagina serg'ayrat. Ular faqatgina o'qishni o'zi bilan cheklanib qolishmaydi. Ular energiyaga boy, o'qishdan tashqari o'zlarini rivojlanishlari uchun, qolaversa o'zlarini kelajakka bo'lgan ta'minotlarni shakllantirish uchun ham ish faoliyatlarini olib borishadi. Ko'pchilik yoshlarimiz o'zimiz universitetda ham ishlaydi. Ya'ni eng iqtidorli, bilimga chanqoq yigitlar, qizlar o'zimizni universitetni turli xil yo'nalishlarda, turli xil bo'limlarda o'z faoliyatini olib borishyapti. Masalan, media sohasida yoki o'sha IT servis xizmat ko'rsatish sohalarida yoki boshqa bir marketing bo'limlarida faoliyat olib borayotgan talabalarimiz juda ham ko'p. Yoki magistrantlarimiz, o'zimizda o'qiyotgan magistrantlarimiz ham o'zlarining pedagogik sohalardagi amaliyot jarayonlarini olib borishyapti universitetda. Endi mana oshxonamiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu yerda keling. Bu bizni oshxonamiz, 4-bino oshxonasi, 300 o'rinli oshxona va talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham mazali taomlar, hamyonbop taomlar mavjud. Bemalol o'tirishlari mumkin. Shunday. Endi -1 qavatni ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir nechta laboratoriyalarimiz joylashgan. 4 ta yo'nalish bo'yicha laboratoriyalarimiz bor. Fizika gidravlika laboratoriyasi, konchilik ishi laboratoriyasi, neft va neft gazni qayta ishlash texnologiya laboratoriyalari hamda texnik mashinalar va jihozlar laboratoriyasi mavjud. Endi hozir bu yerda dars jarayonlari ketyapti. Agar xohlasangiz, ichki qismini ham ko'rishimiz mumkin laboratoriyaning dars jarayonlarini. Faqat darsga xalaqit bermagan holatga harakat qilamiz. Chalg'itmaslik uchun talabalarimizni. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. O'tiringlar, yaxshimisiz? Dars jarayonlarimiz bo'lyapti bu yerda ham. Ustozlar mana. Talabalarimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Laboratoriya xonasida barcha imkoniyatlar bor. Yaxshi o'tilyapti darslar, hurmatli talabalar. Charchamanglar, ustoz, rahmat. Endi bu konchilik ishi laboratoriyamiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiringlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Konchilik ishi laboratoriyamiz. Qaysi fan o'tilyapti hozir? Ochiq konishlarda xavfsizlik. Ochiq konishlarda xavfsizlik. Endi esa neft va neft gazni qayta ishlash laboratoriyasi. Bu yerda ham dars jarayonlarimiz davom etyapti. Ushbu laboratoriyamizda ham mana neft gazni qayta ishlash sohasiga doir uskunalar, jihozlar bilan ta'minlangan. Talabalar bevosita o'zlari ishlatib, ustozlari hamrohligida, laborantlar hamrohligida nazariy bilimlarini shu laboratoriya jarayonlarida yana mustahkamlash imkoniyatiga ega. Yana bir ajoyib laboratoriyamiz, texnik mashinalar va jihozlar laboratoriyasi. Bu yerda ham dars bo'lyapti. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. O'tiringlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Bu yerda mana eng so'nggi rusumdagi laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan talabalarimiz bilim, ta'lim olishlari uchun qulay. Ustozlar uchun ham barcha imkoniyatlar yaratilgan. Endi -1 qavatimizni o'ng tomonida ham yana bir maxsus laboratoriyamiz bor va bu yerda axborot resurs markazi ham bor. Mana 1-qavatimizda yana shunday xonalar mavjud. Masalan, profilaktika inspektori xonasi. Ushbu bo'lim qanday vazifani bajaradi? Bu yerda ichki ishlar xodimi, ya'ni profilaktika inspektori o'zlarining faoliyatlarini olib borishadi. Shu universitetda qonun ustuvorligi, jamoat xavfsizligi kabi masalalarni nazorat qilish, turli xil tartibbuzarliklarni oldini olish masalasida universitet bilan hamkorlikda faoliyatlarni olib borishadi.
yoki qolaversa mana bu yerda tibbiyot xonasi, ya'ni tibbiy yordam xonasi, birlamchi tibbiy yordam xonasi mavjud. Yana bir laboratoriya mana shu hisoblanadi, energetika muhandisligi laboratoriyasi. Mana turli xil laboratoriya jihozlari, bu laboratoriya jihozlari shaxsan o'zimizni professor o'qituvchilarimiz, olimlarimiz, qolaversa iqtidorli talabalarimizni ijod mahsuli desak ham bo'ladi. Shu mana shu ko'rinishga keltirgan o'zimizni universitet jamoasi hisoblanadi va har bir laboratoriya jihozlari talabani real amaliyot jarayonidagi ish faoliyatida juda ham asqotadigan ko'nikmalarni amalda bajarib ko'rish imkoniyatini beradi. Qolaversa bu yerda muqobil energiya manbalari bo'yicha ham laboratoriya jihozlarimiz, ya'ni hozirgi kunda butun dunyoda shamol energetikasi yoki quyosh energetikasi rivojlanib boryapti. Mana shu tomondan ham talabalarimizni bilim ko'nikmalarini professor o'qituvchilarimiz oshirishadi shu xonada. Talabalarimizni darsdan bo'sh vaqtda o'zlarining bilimlarini yanada oshirish, mustaqil ta'lim jarayonlarini olib borishlari uchun axborot resurs markazi, kutubxona, qolaversa mana bu yerda esa qayta o'zlashtirish xonasi bor. Ko'rishimiz mumkin, keling. Mana bu yerda hozir talabalarimiz dars jarayonlari tugab bo'lgandan so'ng mana shu xonaga tushib, qoldirilgan MBlar bo'yicha o'zlarini qayta o'zlashtirishlarini amalga oshirishyapti. Faqat bu hammasi dars jarayonidan tashqari paytda, darslar tugagandan keyin. Bu yerda esa kutubxona, talabalar o'zlarini darslariga, mustaqil ta'limlariga bo'lgan harakatlarini shu yerda kuchaytirishlari mumkin. O'qib, bilim olib, juda ham ko'plab kitoblar bazasiga ega kutubxona hisoblanadi bizning binoda. 4-binomizda lift ham mavjud, chunki bu jami 8 qavat iborat bo'lgani uchun bu yerda lift juda ham zarur. Talabalarimiz, o'qituvchilarimiz bemalol foydalanishadi. Dars jarayonlari qanday bo'ladi? Universitetda qiziqarli bo'lib, farqli metodlar qilib tushuntirib, juda qiziqarli bo'ladi oxirigacha. 80 minut tugamashligini xohlaymiz. Ajoyib. Rahmat. Omad o'qishlaringizga. Kelinglar. Bu yerda ikkinchi qavat asosan administratsiya, ya'ni ma'muriyat. Bu yerda fakultet dekanati joylashgan, nazoratchilar xonasi, xo'p, undan tashqari masofaviy ta'lim xonasi va majlislar zalidan iborat. Mana bu yerda bizni Menimcha hozir tadbir bo'lish arafasida. Shunday, qandaydir tadbirga tayyorgarlik jarayonlari ham ketyapti mana. Mana shu yerda turli xil yig'inlar, uchrashuvlar, konferensiyalar, anjumanlar uchun qulay joy hisoblanadi. Endi biz 3-qavatdamiz. Bu yerda texnik fanlar kafedrasi joylashgan, o'qituvchilar xonasi va shu kafedra qoshidagi ta'lim yo'nalishlari mavjud. Neft va gaz, qayta ishlash texnologiyalari yo'nalishi, texnik mashinalar va jihozlar, temir yo'l transporti, qolaversa konchilik ishi kabi yo'nalishlarimiz, axborot texnologiya yo'nalishlarimiz shu yerda tahsil olishadi. Bu yerda ham qavatga chiqqandan endi so'ramoqchi edim, ushbu maketga ko'z birinchi bo'lib tashlanar ekan, ushbu maket qanday? Shunda bu maket bir ko'rgazmali tarzda bo'lsin, ham talabalarda o'zini sohasiga qiziqish hosil qilsin degan ma'noda Bruntov karyeri maketi hisoblanadi. O'sha Bruntov karyeri bilamizki, O'zbekistondagi eng katta karyerlardan biri, eng katta konlardan biri hisoblanadi. Barcha texnologik o'sha xususiyatlarni inobatga olgan holatda mana shu maket ishlab chiqarilgan, yaratilgan. Endi bu yerda hozirda qizg'in dars jarayonlari davom etyapti. Kafedra o'qituvchilar xonasi bu yerda joylashgan va ma'ruza hamda amaliy darslar xonalaridan iborat auditoriyalar mavjud. Har bir auditoriyada ham mana shunday kichik maketlarimiz bor, qaysiki dars jarayonida ham talabalarga o'tilayotgan fan
yanada tushunarli, yanada ko'rgazmali bo'lishi uchun maketlar bilan shunday maketlar bilan jihozlangan, ta'minlangan. 4-qavat bu xorijiy til yo'nalishlari o'qiydigan ta'lim yo'nalishlarimiz mavjud bu yerda. 5-6, 7-qavatlar ham xuddi shunday tartibda joylashgan, ya'ni ma'ruza xonalari va amaliy mashg'ulot xonalaridan iborat. Faqat bu yerda o'ziga xos bo'lgan yana bir xona bu English Club xonasi. Buni ko'rishimiz mumkin. Keling. Eshikni yopamiz. Tanaffus payti shovqin bo'lmasin. Bu qanday xona? Bu English Club xonasi. Bu yerda talabalar, professor o'qituvchilarimiz dars mashg'ulotlaridan keyin ingliz tilini yana ham mustahkamlash, ingliz tilida suhbatlar, uchrashuvlar, munozaralar yoki bo'lmasam movie time, ya'ni bir filmni tomosha qilib uni tarjima qilish, ya'ni tarjimashunoslik bo'yicha o'zlarini tajriba va malakalarini oshirishlari mumkin. Ya'ni filmlarni ko'rib tarjima qilish, uni ma'nolarini muhokama qilish yoki turli xil soha vakillari bilan kichik bir davra suhbatlari ham shu yerda o'tkazilishi mumkin. Umuman olganda talabalarni qiziqish bilan o'ziga jalb qiladigan bir xona desak xato bo'lmaydi. Podkast xona ham bo'lsa kerak. Albatta, bu yerda podkast studio ham tashkil etilgan. Mana shunday bir o'ziga xos bir xona desak xato bo'lmaydi. Dars mashg'ulotlaridan keyin talabalarimiz shu xonaga talpinishadi doimo. Fakultetimizda nafaqat o'zbekistonlik professor o'qituvchilar, balkim xorijlik professor o'qituvchilar ham faoliyat olib borishadi. Xuddi shunday o'qituvchilarimizdan biri talabalarimizni chuqur mehridan joy olgan Sara Kraus ustozni misol qilib aytishim mumkin. Qayerlik bu kishi? Bu kishi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bu kishi maxsus taklif qilinib, talabalarimizga bilim ta'lim berib kelishyapti. Xorijiy til yo'nalishi bo'yicha. Folks, please write down the date and write down our agenda. Good morning. Good morning. How are you? Good morning, sir. We're fine, thank you. Very sorry for disturbing you. No problem. You're welcome in our class at any time. This is the speaking skills class. Thank you very much. Yaxshimisizlar? Hammalari yaxshi dars o'tyapsizlarmi? Darslaringiz qiziqarli bo'lyaptimi? Uzr, juda ham bezovta qilib qo'ydik. Sizlarni juda ham qiziqarli darslaringizdan bo'lib bir tanishtiruv jarayonlarini olib borayotgan edik. Qanaqadir savollar bo'lsa, mana talabalarimiz gap berishingiz ham mumkin. Xudo talabalarimiz bor bu yerda juda ko'plab. Chet ellik o'qituvchimizni darslari, o'tish metodlari sizlarga yoqadimi? Assalomu alaykum. Albatta biz bu kishidan ko'plab har xil usullar o'rganamiz. Dars jarayonida doim ingliz tilida muloqotda bo'lamiz va dars jarayonida group working va lug'atlarni doim sinonimlar bilan o'rganib boramiz. Dars juda ham qizg'in o'tadi. Har darsda biz 2 minutlik muloqot taxlab fikr almashamiz. Demak, yaxshi o'tadi. Albatta, juda ham. My students, next class is tomorrow and Thursday and Friday. Hatto o'zim bu o'qituvchining darslarida 80 minut o'tirgim keldi. Xo'sh, suhbatimiz so'ngida kuzatuvchilarimizga maslahat berib o'tsangiz. Albatta men maslahat bergan bo'lardim. Mana shunday imkoniyatlar, mana shunday sharoitlar yaratilgan universitetda ta'lim olishlarini. Chunki bugun o'qiyman degan, o'z ustimda ishlayman, rivojlanaman degan yoshlar uchun bu universitetda barcha imkoniyatlar, barcha sharoitlar yaratilgan. Amaliyot jarayonlari, nazariy ta'lim hammasi uyg'unlikda talabalar uchun professional tarzda tashkil etilganligi eng ustun jihati. Qolaversa, talabalarimiz kasbga yo'naltirilgan tarzda, ya'ni ish bilan ta'minlanish sohasida ham universitet o'zini maqsadlarini oldinga qo'ygan. Talabalarimiz ham ishlab, ham o'qish jarayonlariga ham bevosita jalb qilinishi mumkin. Sizga maroqli suhbat uchun rahmat. Rahmat sizga ham kattakon. Xush kelibsizlar, rahmat. Rahmat. Universitetda sayohatimiz ajoyib davom etmoqda. Keling, men bu qizga yordam beramiz, qayerga ketayotganliklari haqida so'raymiz va savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Xonaga. Yuring, biz ham siz bilan ketamiz. Bering yordamlashaman. Tez-tez kutubxonaga tushib turasizmi? Ha, albatta. Nima maqsadda? Turaman. Badiiy kitoblar o'qishga, prezentatsiya slaydlar taxlashga tushib turaman. Bu sizga yordam beradi? Albatta, kitob o'qishim masalan nutqimni rivojlantiradi. O'zimga kerakli foydali ma'lumotlardan foydalanaman kompyuterdan. Prezentatsiya slaydlar taxlayman, chunki dars jarayonida juda ham kerak bo'ladi-da. Yuring, unda kutubxonani birgalikda ko'rib ko'ramiz.
Bu universitet kutubxonasi. Kutubxonada barcha shart-sharoitlar mavjud ekan. Ko'rib turganingizdek, talabalar bemalol kitoblardan foydalanib, bemalol kompyuterlar bilan ishlab. Zo'r. Ayni paytda biz 4-binoning tom qismidamiz. Universitetning orqasida yana bir bino, ya'ni Osiyo xalqaro universitetining 7-binosi qurilayotgan ekan. Rejaga ko'ra ushbu bino sentyabr oyidan boshlab o'z ish faoliyatini boshlar ekan. Ya'ni talabalar bemalol sentyabr oyidan boshlab tahsil olishlari mumkin. Meni qiziqtirgan va hayratga solgan jihatlardan biri qanday qilib mahalliy universitetda 500 dan ortiq xorijiy talabalar tahsil olishi mumkin. Va shu savolga javob olish maqsadida sayohatimizni 5-binoda davom ettiramiz. Wow, 5-bino ichki ko'rinishi juda ham ajoyib tarzda qurilgan ekan. Keling 5-bino haqida to'liqroq ma'lumotni rektor ish boshqaruvchisidan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Biz 5-binoga bir-ikkita savollarimizga javob olish va sayohat qilish maqsadida keldik. Bizga 5-bino haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, xorijlik talabalar ham tahsil olishar ekan shular haqida. Xuddi shunday, Osiyo xalqaro universiteti 5-binosida tibbiyot fakultetida tahsil olib kelmoqda. Tibbiyot fakultetida 6 ta yo'nalish mavjud bo'lib, bular davolash, pediatriya, oliy hamshiralik, stomatologiya va farmatsiya yo'nalishlari talabalari tahsil olib kelmoqda. Yaxshisi bino bilan tanishib chiqsak agar birgalikda. Umumiy tibbiyot fakultetida 5,5 mingdan ortiq talabalarimiz tahsil oladi. Shundan 500 dan ortig'i xorijiy talabalarimiz hisoblanadi. Umumiy xorijiy talabalarimiz 10 dan ortiq davlatdan kelib dars o'tishadi. Xorijiy talabalarga qaysi tilda darslar o'tiladi? Asosan xorijiy talabalarimiz darslari ingliz tilida bo'ladi. Bu ingliz tili darslarini xuddi talabalardek xorijiy o'qituvchilar kelib dars berishadi. Binomizda markaziy qismida turibmiz. Bu yerda -1-qavatda kattagina shinam oshxonamiz hisoblanadi. Talabalarimizning eng maroqli vaqt o'tkazadigan joyi albatta kutubxonadan so'ng. Binomiz 3 qavatdan iborat bo'lib, 2-qavatga ko'tarilsak, xonalar bilan tanishib chiqamiz. 2-qavatda asosan o'quv auditoriyalari joylashgan bo'lib, shu bilan birga kafedra, majlislar zali, kutubxonamiz joylashgan. Bino ajoyib tarzda qurilgan ekan. Xuddi shunday. Bu yer ham binomizning markaziy qismidan hisoblanib, devorlarimiz kreativ tarzda bezatilgan. Bu yerda mana devoriy stendimizda professor o'qituvchilarimizni biz qo'yib chiqqanmiz. Shu bilan birga o'zi 2-qavatda harakatlanyapmiz. Psixolog xonamiz mavjud 2-qavatda. 5-binomizda 2 ta psixolog faoliyat yuritadi va shu bilan birga ixtisoslashgan xonamiz bor. Misol uchun mikrobiologiya, anatomiya xonalarimiz. Va xonalar ham o'sha ixtisoslashgan xonalarga mos ravishda jihozlangan. Bu yerda stomatologiya kafedramiz joylashgan. 2-qavatning o'zida ma'naviyat xonamiz ham joylashgan. Ma'naviyatda talabalarimiz ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda universitetimizni ijtimoiy hayotda faolligini ko'rsatadigan markaz deb hisoblasak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Demak, ma'naviyat xonasi bu talabalarning bo'sh vaqtini unumli o'tkazishga yordam beradi. Xuddi shunday. Ma'naviyat markazida talabalarimizning klublari tashkil qilingan, volontyorlik faoliyati bor talabalarimiz. Ekologiya yo'nalishida ham juda ham faol tibbiyot talabalarimiz. Ushbu kutubxonamiz 5-binomizda joylashgan bo'lib, faxr bilan ayta olamizki, universitetning barcha binolarida eng yirik kutubxonamiz 5-binoda joylashgan. Bu yerda talabalar ham doim gavjum bo'ladi. Ko'rib turibmizki, talabalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Xuddi shunday. Talabalarimiz darsdan bo'sh vaqtlarida o'z ustida ishlash, o'zining mutaxassisligi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun mana shu kutubxonaga kelib, dars jarayonlarida tayyorgarlik qilishadi, til o'rganishadi. Qolaversa, kompyuterlar bilan jihozlangan kompyuterlarda ham internetdan foydalangan holatda ma'lumotlarni olib, o'z ustida ishlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ajoyib. Keling endi
binomizdagi dars jarayonlari bilan ham tanishib o'tsak. Hozirda ma'ruza darslaridan biriga kirsakda dars jarayonlari bilan tanishsak. Demak, bolalarda suyak Assalomu usti alaykum. pardasi. Kirsak mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hurmatlaringiz uchun rahmat. O'tirsalaringiz bo'ladi. Bir ozgina vaqtingizni olamiz. Biz 5-binodagi dars jarayonlari va umuman universitetning tibbiyot fakultetidagi darslarni tanishib o'tish uchun tashrif buyurdik darslar bilan. Hurmatli talabalar, dars jarayonlari qiziqarli o'tyaptimi? Talaba, fikringizni bildirsangiz. Universitetining tibbiyot fakulteti aynan talabalar uchun dars jarayonlari qiziqarli darslar, har bir dars jarayoni o'quvchilarni o'sha o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, maqsadlarini yanada oldinga surish, harakatini yanada oshirish uchun qulay sharoitlar yaratilgani, o'quvchilarni o'sha maksimal darajada o'zini bilimini talabalarga berish uchun bu katta foyda hisoblanadi. Menimcha mehmonlarimiz bilan endi laboratoriya darslariga kirsakda ustozimizdan uzr so'raymiz. Hozirda binomizda joylashgan laboratoriya xonalaridan biri bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz mumkin? Bir 2 daqiqagina vaqtlaringizni olamiz. Assalomu alaykum. O'tirishlaringiz mumkin talabalar. Qaysi dars bo'lyapti? Kimyo. Laboratoriya xonamizda o'z tibbiy kimyo fani bo'lib o'tmoqda. Asosan laboratoriyamizda reaktivlar orqali talabalarimiz tajribalar orqali bilimlarini oshirib borishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Laboratoriyamizda navbatdagi tajriba o'tkazishyapti. Stomatologiya yo'nalishi talabalarimiz uchun alohida ixtisoslashgan fantom xonalarimiz mavjud. Dars jarayonlari bilan tanishamiz. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiringlar. Fantom xonamizda talabalarimiz darsning nazariy qismini o'tab bo'lishgandan keyin fantom stollarida amaliy ko'nikmalarini egallashadi. Dastlabki 1-2 kursda fantom xonalarida tajriba orttirgan talabalar keyin shu 5-binomizda joylashgan Stom klinikamizda real kreslolarda bilimlarini oshirib kelishadi. Demak, bu yerda darslar uyg'unlikda olib boriladi. Xuddi shunday. Amaliyot va nazariya birga olib boriladi. Fantom xonalaridagi fantom kreslolarimiz joylashgan. Talabalarimiz aynan amaliy ko'nikmalarni o'rganishadi bu yerda. Binomizning -1-qavatida oshxonamiz joylashgan. Ushbu oshxona necha nafar talabani qamrab oladi? Bu oshxonamiz 300 o'rinlik bo'lib, talabalarimizning eng maroqli vaqt o'tkazadigan maskani hisoblanadi. Hozir ko'rib turganingizdek, oshxonamizda ovqatlar juda ham mazali bo'lib, o'zimiz ham, professor o'qituvchilarimiz ham, talabalarimiz ham shu oshxonadan foydalanishadi. Keling, informatika dars jarayonlari bilan tanishib chiqamiz. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiring. Informatika xonamizda har bitta talabamizga notebook qo'yganmiz. Notebooklarimiz yuqori tezlikdagi internetga ulangan bo'lib, talabalar dars jarayonida ushbu notebooklardan foydalangan holatda bilimlarini oshirib kelishadi. Kechirasiz. Keling, sizga 5-binomiz qarshisida joylashgan 6-binomiz haqida ham ma'lumot berib o'tsam. Ushbu bino endi xorijlik talabalar uchunmi? Xuddi shunday. 6-binomizning fay qismi hisoblanadi. Bu yerda xorijiy talabalarimiz tahsil olib kelmoqda. Xorijiy talabalarimiz uchun nafaqat qulay ta'lim muhiti, balki yashashi uchun, moslashishi uchun va bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazish uchun ham barcha shart-sharoitlar yaratilgan. 6-binomizda xalqaro fakultet dekanati joylashgan 1-qavatda, 1-eshikda. Xalqaro ofis, o'qituvchilar va nazoratchilar xonasi. Shu bilan birga 1-qavatda universitetni
birinchi o'quv yilidan to hozirgi o'quv yiligacha bunyod bo'lgan Erishgan yutuqlari, bunyod qilingan binolari ko'rsatib o'tilgan ekan. Ha. 6 binomizni birinchi qavatida katta ma'ruza xonalari ham joylashgan. Hozir tanishib o'tamiz. 72 kishi talabaga mo'ljallangan katta ma'ruza xonamiz shinamgina proyektor bilan ta'minlangan va talabalarimiz bilim olishlari uchun barcha sharoitlar bor. Hozir binomizning ikkinchi qavatida ko'tarilyapmiz. Ikkinchi qavatda ham o'quv va ma'ruza xonalari joylashgan bo'lib, markaziy qismida binomizni universitetning yutuqlari va xorijiy talabalarimizning erishgan yutuqlari aks ettirilgan. Demak, universitetda bularning bayramlari ham nishonlanib turadi. Xuddi shunday, bularning milliy bayramlari ham bor. Milliy bayramlari ham biz alohida e'tibor bergan holatda talabalarimiz bilan birgalikda nishonlaymiz. Ajoyib. Binomizning o'ng qismi yerda ham talabalarimizni o'tkazilgan tadbirlarimiz aks ettirilgan. Darslardan ham ko'rsak bo'ladimi xorijlik talabalarni? Albatta, hozir keyingi xonada dars jarayoni bilan tanishib o'tsak bo'ladi. Dars jarayoni boshlangan. Darsni xalaqit qilmagan holatda. Excuse me, sir. Demak, bu xorijlik o'qituvchi. Xuddi shunday. Xorijlik o'qituvchi, xorijlik talabalar bilan dars jarayoni. Hozir xorijlik talaba bilan suhbat qilib ko'ramiz. Hello. Where are you from? I'm from Nepal. Why did you choose Asia International University? I choose Asia International University because it is internationally recognized institute, and teachers teaching in here are from foreign countries like Nepal, India, Bangladesh, Pakistan, Egypt. And Egypt, they teach the quality of education is very good than other. I heard from in comparison with other universities, and they are very friendly with us, and it is affordable also. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hi. Where are you from? India. Why did you choose Asia International University? Because it gives best exposures and best opportunities for the overall growth. Thank you. Thank you. Simulyatsiya markazimiz 5-binomizning yonginasida joylashgan. Bu joy meni eng ko'p qiziqtirgan markazlardan biri hisoblanadi o'zi aslida. Unday bo'lsa, keling, bino bilan birgalikda tanishamiz. Ushbu simulyatsiya markazimiz 3 qavatdan iborat bo'lib, bu yerda talabalarimiz real amaliyotga yaqin sharoitda bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab kelmoqda. Siz bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Xonalar har biri ketma-ketlikda ixtisosliklarga moslashtirilgan. Bu yerda neonatologiya xonasi. Bu yerda talabalarimiz barcha amaliy ko'nikmalarni egallashlari uchun robot simulyatorlar, mulajlar bilan ta'minlangan. Ularni ko'rib, hatto o'zim tibbiyot sohasiga o'qigim kelib ketdi. Ajoyib. Keyingi xonamizga kirsak agar, bu yerda inyeksiya qilishni talabalarimiz mulajlarda o'rganishadi. Bu yerda darslar ham bo'ladimi? Xuddi shunday, bu yerda bino 3 qavatdan iborat bo'lib, -1 qavatda ma'ruza xonalari bor. Bu yerda sikl darslari bo'lib o'tgandan keyin 1-qavatda talabalar amaliy ko'nikmalarini egallashadi va 2-qavatda imtihon xonalari joylashtirilgan va egallagan amaliy ko'nikmalarni mana shu imtihon xonalarida topshirishadi. Mana bu biz kirgan xona operatsion xona hisoblanadi. Bu yerda ham talabalar amaliy ko'nikmalarini egallashadi. Simulyatsiya markazimizning o'ng tomoniga o'tsak agar, bu yerda VR ko'zoynaklari xonasi bor.
Bu yerda xorijlik talabalarimizni ham ko'rib turibman. Bu yerda faqat mahalliy emas, balki xorijliklar ham dars o'tadi. Xuddi shunday. Xorijlik talabalar ham, mahalliy talabalar ham o'qishadi va mana bu yerda -1 qavatda aynan biz aytib o'tgan ma'ruzaxonalarimiz joylashgan. Simulyatsiyani o'ng tomonidamiz. Burada asosiy ixtisoslashgan xona. Bu yerda ham talabalar amaliy ko'nikmalarini egallashadi. Muzey ham tashkil qilganmiz. Tibbiyot atmosferasini berib turish uchun. Shu bilan birga bu yerda VR ko'z o'ynaklari xonasi mavjud. Va ikkinchi qavatga ko'tarilsa agar qolgan xonalar bilan ham tanishib o'tamiz. Simulyatsiya markazimiz bu faqat Buxoroda emas, Xorazm filialimizda ham xuddi shunday simulyatsiya markazimiz qad rostlagan bo'lib, hozirgi kunda faoliyatini yuritmoqda. Simulyatsiya markazimizning ikkinchi qavatida ko'tarilamiz. Bu yerda imtihon xonalari joylashtirilgan. Ikkinchi qavatda imtihon xonalari joylashgan. Talabalarimiz birinchi qavatda egallagan amaliy ko'nikmalarini o'sha ikkinchi qavatda imtihon xonalarida imtihon shaklida topshirishadi. Bilamizki, Osiyo xalqaro universiteti jadal rivojlanib borayotgan nodavlat universitetlardan biri hisoblanadi va eshitishimcha yaqin orada Oxu o'zining ko'p tarmoqli shifoxonasini ishga tushirish arafasida ekan. Xuddi shunday. Bu ham biz uchun juda xursandchilik bilan kutib olingan yangilik. Osiyo xalqaro universiteti tibbiyot yo'nalishidagi talabalar uchun juda katta sovg'a sifatida yangi o'quv yilidan 5 qavatli ko'p tarmoqli xalqaro shifoxonani Buxara City hududida bunyod etmoqda. Osiyo xalqaro universiteti o'z talabalariga shuncha imkoniyatlarni yaratganini rahmat ko'rib, lol qoldim desam adashmagan bo'laman. Sizga maroqli suhbat uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. 5-binoda Oxumed Dental klinikasi ham joylashgan ekan. Keling, ushbu klinikaga sayohat qilamiz va batafsilroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Klinika haqida batafsil ma'lumotni kimdan olsak bo'ladi? Klinikamiz haqidagi ma'lumotni Shahnoz Hayotovna beradilar. Undan oldin tozalikka rioya qilgan holatda baqiylar kiyib olsangiz. Bu klinikada sanitariya gigiyenasiga qattiq rioya qilishar ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Operator siz ham kiyib oling. Texnologiya. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Biz klinika haqida batafsilroq ma'lumot olmoqchi edik. Ya'ni klinika talabalar uchun qanday imkoniyatlar yaratgan shular haqida. Xo'p, mayli. Keling, birgalikda klinikani ko'rib chiqamiz. Klinikamizda 6 ta stomatologik kreslolar mavjud. Klinikamiz ertalab soat 9 dan kech soat 10 gacha faoliyat yuritadi. Klinikamizda 10 dan ortiq vrachlarimiz, tajribali vrachlar faoliyat yuritadi. Ko'rib turganingizdek, klinikamizda innovatsion apparatlardan biz foydalanamiz. Hozirda vrachimiz intranal skaner apparatini ishlatyaptilar. Bu apparat bemorni tishlarini, o'lchovlarini, og'iz bo'shlig'ini umumiy 3D skan qiladi. To'liq sifrovoy stomatologiyaga o'tyapmiz degan ma'noni bildiradi. Yaxshi. Vrach bizlarda terapevt, детский terapevt vrachlar, xirurg, implantolog, undan tashqari ortoped, ortodont vrachlarimiz faoliyat yuritadi. Misol hozir bu xonamizda terapevtik muolaja olib borilyapti. O'zi vrachimiz endodonsiya amaliyotini, ya'ni kanalni lisheniya qilib, plomba qo'yish amaliyotini oldinlarda assistentlik qiladigan assistentimiz o'zimizning talabamiz. Demak, o'sha xalqaro universitet talabasi. Xuddi shunaqa. Shu qulaylik borki, bizda talabalar ish o'rganishadi, o'qishadi, oylik ham olishadi. Demak, bu yerda ham o'qib turib, ham ishlaydigan talabalarimiz bor. Undan ortiq. Bu xonamizda hozirgi yangi innovatsion qurilma mikroskop bilan ishlashadi. Ko'rib turganingizdek, talabalarimiz bor. 3-kurs talabalarimiz. Vrachimiz
mikroskop orqali davolash etaplarini, mikroskopni qo'llash, shularni tushuncha beryaptilar. Bu yerda talabalar faqatgina ko'rishadimi yoki bemorlar bilan bemalol ishlashlari mumkinmi? Bemorlar bilan ham ishlashadi. Bizda shunaqa asosan 4-5 kurslarimiz ularni biz o'zimiz tayyorlayapmiz. Ham nazariy, ham amaliy bilimlarni shakllantiramiz. Shundan so'nggina bevosita bemorlar bilan ishlashga ruxsat beramiz. Albatta, vrachlarimiz hamrohligida xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Demak, bu yerda talabalar uchun barcha sharoitlar mavjud. Albatta. Talabalar uchun, bemorlar uchun hozirgi zamon talabiga javob beradigan stomatologik barcha standartlar qo'llaniladi bizning klinikada. Oxirgi 2 yil mobaynida, ochilganimizga 2 yil bo'ldi. O'sha 2 yil mobaynida biza 4000 ga yaqin bemorlarni konsultatsiya qildik, implantatsiya o'tkazdik, davolash amalga oshirdik. Bir piyola choy ostida suhbatimizni davom ettirsak. Keling. Bemalol og'izni shirin qiling, choydan oling. Rahmat. To'g'ri, stomatologlarga xos gap emas, lekin biz o'zbekchilikka xos qilib, og'izni shirin qilib deb qo'yamiz. Rahmat. Ko'rib turibmizki, talabalar bemalol kelib, amaliyot o'tashyapti, o'rganishyapti. Talabalar uchun qanaqadir chegirmalar mavjudmi? Ha, albatta. Biz talabalar uchun yilda 12 oy 20% chegirma e'lon qilganmiz. Bizda bor barcha xizmatlar uchun ularda 20% chegirma mavjud. Xohlang implant, xohlang briket uchun hammasida 20% chegirma bor. Bizni asosiy maqsadlarimizdan biri bu bemorlarga xizmat ko'rsatish, lekin shu o'rinda yaxshi kadr yetkazib chiqarish. Ochig'i tibbiyot va stomatologiya yo'nalishida o'qiydigan talabalar uchun ushbu joy imkoniyatlar markazi ekan. Chunki bu yerda amaliy va nazariy bilimlar birgalikda uyg'unlashgan holda olib borilar ekan. Bugun biz Osiyo xalqaro universitetining o'quv binolari, talabalar hayoti, xalqaro imkoniyatlar, kampuslar va zamonaviy infratuzilmasi bilan yaqindan tanishib chiqdik. Va tanishish mobaynida shuni bildikki, bu yerda ta'lim bilan birgalikda kelajak ham qurilmoqda. Agarda siz zamonaviy bilim, xalqaro imkoniyatlar hamda real amaliyotga boy ta'limni xohlasangiz, Osiyo xalqaro universiteti aynan siz uchun. Sizlar bilan men Sabrina bo'ldim. Xorazm filialiga sayohatni esa Ibrohim davom ettiradi. Demak, bugun biz O'zbekistondagi eng nufuzli nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblangan Osiyo xalqaro universitetining Xorazm filiali haqida gaplashamiz. Unutmang, sifatli ta'lim qayerda bo'lsa, biz ham o'sha yerdamiz. Kuzatish metodi. Rostini aytsam, zamonaviy kampusga ega universitetlar haqida gap ketganda, men ularni ko'proq poytaxt bilan bog'lardim. Ammo Xorazmga kelib qarashim butunlay o'zgardi. Osiyo xalqaro universitetining Xorazm kampusi 3 yirik o'quv binosidan iborat bo'lib, bugungi kunda bu yerda 2000 dan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Universitet haqida birinchi taassurotim shuki, bu yerda ta'lim faqat auditoriyalar bilan chegaralanib qolmaydi. Universitet hududida zamonaviy laboratoriyalar, talabalar uchun coworking zonalar, sport va dam olish maskanlari hamda keng infratuzilma mavjud. Ushbu muhitda talaba shunchaki darsga qatnamaydi, u rivojlanadi, tajriba orttiradi va kelajak kasbiga asta-sekin tayyorlanadi. Bu safar men universitet haqida faqat rasmiy ma'lumotlar bilan cheklanib qolmadim. Bir kun davomida talabalar bilan bir safda bo'lib, ularning kundalik hayoti, dars jarayonlari va ta'lim muhitini ichidan his qilishga harakat qildim. Onajonim bolaligimda tibbiyot yo'nalishida o'qib, shifokor bo'lishimni orzu qilardilar. Bugun Osiyo xalqaro universiteti Xorazm kampusida ushbu orzuni qisman bo'lsa ham amalga oshirishga harakat qilamiz. Hozir universitetda simulyatsiyon markazidaman va meni bir kunlik kursdoshlarim bu yerda ma'ruza tinglashyapti. Hozir ma'ruzaga kirib sekin qo'shilib olamiz. Tomonga qarab, salgina chap tomonga qarab joylashgan bo'ladi chaproq qismda. O'shani uchun ham ko'pchilik o'ylaydi, yurak chap tarafda deb. Yurak chap tarafda emas, balkim to'rt suyagining o'rtasi, orqa qismida, o'rtada joylashgan. Yurakda ikkita bo'lmacha, ikkita qorinchadan iborat bo'ladi. To'liq metabolizm bo'lmagandan keyin u o'z tengqurlaridan o'sishdan orqada qolishni boshlaydi.
chap bo'lmachaning bir qisqarib olishi 0,3 sekundga, chap korinchaning bir qisqarib olishi esa 0,7 sekundga dangdayilgan. 0,7 sekund, 1 sekund emas. Bu 1 sekundni demak do'lyalari. Yurakimiz biza uchun, bizani aktiv harakatimiz uchun qanchalar harakat etadi ekan, tushundingizlarmi? Mabodo shu yerda patologiya, jarohatlanish bo'lsa, odam tez orada o'lishi mumkin bo'ladi. Albatta, har bir sohaning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin tibbiyot haqiqatdan ham eng ko'p mehnat, eng ko'p sabr va eng ko'p o'qishni talab qiladigan yo'nalishlardan biri. Buni men bir para ma'ruza tinglab, ich-ichimdan his qildim. Biza meditsina xodimlari shu narsani aholiga to'liq tushuntirib bilishimiz kerak. Aholini obishniy holatda kuzatib turib ham aytganimning kasallik diagnozini qo'yib bilishimiz mumkin. Hozircha bugungi ma'ruzamiz qisqacha shundan iborat edi. Bo'ldi esa darsimiz tugadi. Bittagina para o'tirdim, lekin miyam bom portlab ketdi. To'g'ri, qolgan ustozlar haqida qanaqadir baho bera olmayman, lekin hozirgi darsda to'g'risi maza qildim. Va yaxshi ham tibbiyot sohasini tanlamaganimga shukr qilardim. Darsi zo'r, ma'lumotlar zo'r, lekin bu meni soham emas. Men 25 yoshga kirib, yuragim chap tomonda emas. Aslida uni asosi o'rtada, faqatgina chapga biroz surilganligini bilib oldim. Ushbu mulyajimizda yurak massaji va sun'iy nafas olish jarayonlarini amaliy tarzda bajarsak bo'ladi. Buning uchun ko'krak qafasini 2 qismga bo'lamiz va ikkinchi qismiga qo'llarimizni shunday qo'ygan holatda bosamiz. Sun'iy nafas 2 marta bajariladi, yurak massaji 30 marta bajariladi. Agar siz to'g'ri bajarsangiz yashil yonadi, noto'g'ri bajarsangiz qizil yonadi. Tushunarli. Xo'p, bismillah. Boshlab ko'raman. Demak, mana shundoq. Bunda boshlagan ham chuqurroq. To'g'ri? Aynan shu joyga hozir 30 marotaba. Nimadir xato bajarilmayaptimi? Yo'q, to'g'ri bajaryapsiz. Agar qattiqroq bossangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. 30 tani to'liq bosib bo'lgandan keyin sun'iy nafas beraman, to'g'rimi? 2 marta sun'iy nafas berasiz. Xo'p. Ozgina bosing. Nechta bo'ldi sanamadingizmi? Nechta bo'ldi sanamadingizmi? Nima ogohlantiryapti? Yetmayapti? Ha, demak kuchliroq bosishim kerak endi. Siz eslab qolishingiz kerak, qanday quvvatda bosish kerak, qanday chuqurlikda bosish kerakligini. Haqiqatan ham har doim bunaqa qurilma bo'lmaydi, to'g'ri ishlatish kerak bu jarayonni. Nimalarni, tirsaklarni bukmasdan shunday oldinga tashlaysiz gavdangizni. Ha, butun gavda bilan amalga oshiriladi. Bu kinolarda ko'p ko'rganman, hayotda bu jarayonni bajarmaganman. To'g'risi nisbatan osonroq deb o'ylardim, lekin qo'llarim toliqdi. Oson emas insonlarning hayotida Endi ishlash. sun'iy nafas bering. Buning uchun iyakini cho'zgan holatda bemorni og'iz bo'shligida nima bor yo'qligini tekshiramiz va maxsus bint yordamidami, agar ko'chada bo'ladigan bo'lsa, ro'molcha yordamida, chunki og'izdan og'izga infeksiya o'tishi mumkin, oldini olish maqsadida qo'yiladi va burun qismi yopilib sun'iy nafas beriladi. Marhamat, sun'iy nafas berib ko'ring. Montajyor, musiqani almashtiring. Bosing, burnini qising. Ozgina kuchliroq bering. Uy, yetmadimi? Yetmadi. Ana to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Ko'proq bo'ldi. Tirildi. Siz bemorni hayotini saqlab qoldingiz, tabriklasam bo'ladi. Rahmat. Ustoz aytganlaridek, bevosita Osiyo xalqaro universiteti Xorazm kampusida bemorlarni shunchaki amaliyot quyonchasiga aylantirmagan holatda mana bunday maxsus mulyajlar bilan ko'proq amaliyot o'tab, hattoki menda birinchi kun tibbiyot yo'nalishida o'qidim, lekin mulyaj bilan ishlash imkoniyati bo'ldi va vazifani to'g'ri bajara oldim. Ya'ni xuddi shunaqa amaliyotlar orqali yetuk shifokorga aylanish mumkin. Ibrohimjon, hozirgi kunda universitetimizda jadal rivojlanayotgan yo'nalishlar, ya'ni iqtisod, moliyadan tashqari hozirgi kunda texnik yo'nalishlar ham keng rivojlanmoqda. Texnik yo'nalishda konchilik ishi, ya'ni hozirgi kunda respublikamizda tabiiy boyliklarimizni, resurslarimizni qazib olishga bo'lgan ehtiyoj ortayotganlik bir davrda bu yo'nalishga ham e'tibor juda oshmoqda. Ya'ni bozorda taklif kam, talab ko'p yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda hozirgi kunda universitetimizda, ya'ni filialimizda keng imkoniyatlar yaratilgan, laboratoriya jihozlari, talabalar nazariy bilimdan tashqari amaliy bilim ko'nikmalarini ham shu joyning o'zida olishlari mumkin. Ha, demak, mana shu binoni o'zida aytganingizdek texnik yo'nalish, ya'ni konchilik ishi va boshqa sohalarda ham transport, ximiya,
neft gazni qayta ishlash, energetika muhandisligi yo'nalishlarida ham barcha laboratoriya jihozlari bilan joylangan. Korpusa bo'ladi demak bular. Xo'p, bu demak birinchi laboratoriyamiz. Konchilik ishi laboratoriyasi bo'lib, ushbu xonada talabalar o'sha tabiiy boyliklarimizni qazish jarayonidan boshlab tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarni laboratoriya uskunalarga joylashtirilgan. Qazib olish, maydalash resurslarini, o'sha tabiiy qazib olingan, ularni aralashtirish va oxirgi jarayonlarda, ya'ni yuvib olish, tabiiy resurslarimizni, ya'ni oqilona foydalanib, kerakli materiallarni tuproq va toshdan ayirib olish, ajratib olish imkoniyati yaratilgan bu yerda. Ibrohim aka, hozir bizni ko'rayotgan abituriyent bo'lajak talabalarda savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni Xorazm geologik jihatdan boshqa, ya'ni Navoiy yoki Toshkent viloyatidagi Olmaliq shahrichalik unchalik boy emas resurs jihatdan. Ha, qanaqa darajada bu soha ular uchun dolzarb bo'la oladi? Ushbu yo'nalishni ochganimizdan maqsad faqat Xorazm uchun emas, ya'ni yon atrofdagi mamlakatlarimiz uchun ham yetuk mutaxassislar tayyorlash asosiy bizning maqsadimiz. Ushbu yo'nalishda biz ham talabalarni chet eldan jalb qilib o'zimizda o'qitishni maqsad qilganmiz. Ya'ni faqat Xorazm uchun emas, qo'shni mamlakatlar, qo'shni viloyat talabalari ham bizga bemalol kelib o'qishlari, bilim olishlari mumkin. Respublikamizda tabiiy resurslardan foydalanish undan tashqari quyosh energiyasi, shamol energiyasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish jadal rivojlanmoqda. Bu sohada mana energetika muhandisligi laboratoriya xonamizni ko'rishingiz mumkin. Ushbu xonada energetika muhandisligi kerak bo'lgan barcha jihozlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari hozirgi kunda talabalarimiz o'sha quyosh panellarini o'rnatish, uni ishlab chiqarish, uni qayta ta'minlash bo'yicha ham o'qitiladi, o'rgatiladi. Bilamizki, qayta tiklanuvchi energiyaga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda bizning universitetda ham bu yo'nalishlarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ibrohimjon, universitetimizda konchilik, energetika, temir yo'l transportidan tashqari asosiy neft va neft gazni qayta ishlash yo'nalishi bo'yicha ham talabalar tahsil oladi. Ushbu jarayonda nazariy bilimlardan tashqari ushbu laboratoriya xonalarida kimyoviy birikmalar asosida laboratoriya jarayonlari o'tkaziladi, kerakli mahsulotlar, unga qo'shiladigan o'sha kimyoviy preparatlar asosida kerakli mahsulotlar olinadi. Ko'rsangiz, barcha jihozlar bilan jihozlangan. Bu neft va gazni qayta ishlash sanoatidagi, ya'ni laboratoriyamizni 3dan biri. Narigi korpusimizda bundan yana 2 ta laboratoriyamiz keng jihozlangan. Ularni ham bemalol aylanib ko'ramiz. Hozirgi kunda Xorazm filialimizda bakalavr yo'nalishida 22 ta yo'nalish bo'yicha talabalar tahsil olmoqda. Keyingi yil o'quv yiliga qabulga xudo xolasa yana 15 ta yo'nalish qo'shilib, ushbu yo'nalishlarda ham talabalar o'ziga kerakli bilimlarni olishi mumkin. Undan tashqari mana tibbiyotda ko'rdingiz, energetikada ko'rdingiz, konchilikda ko'rdingiz, ushbu barcha sohalarda laboratoriya uskunalari olib kelinmoqda va joylashtirilib talabalarga sharoitlar yaratilmoqda. Bundan tashqari talabalar o'sha nazariy bilimlardan tashqari amaliy bilimlarni, ya'ni o'ziga kerakli ko'nikmalarni ushbu joyda, ushbu binolarimizda olishi mumkin. Bunga hamma sharoitlar yetarli qilib qo'yilgan. Talaba bo'lish, har kuni darslarda o'tirish rostdan ham biz o'ylaganchalik u darajada oson emas. Soat 1:42 bo'libdi. O'zi bir kunlik talabaman. Shu amaliyotlar darslarga kirib, hatto tushlik ham esimdan chiqib ketdi. Ana endi universitet oshxonasini birgalikda ko'rib, birga tushlik qilamiz. Menga berilgan ma'lumotga ko'ra, Osiyo xalqaro universiteti Xorazm kampusida umumiy 2 ta oshxona bor va bir vaqtda o'zida 650 ta odamni sig'dira oladi. Soat 2 ga yaqinlashdi, lekin menga o'xshab darsga berilib kech chiqqan talabalar bor hozirgi yoqda. Navbatga turib ovqat olamiz. Oshxona xodimlari oldindan ogohlantirishdi, soat 2 ga yaqinlashganligi uchun hozir unaqa ko'p ovqat qolmagan deyishdi, lekin nazarimda anchagina narsa bor. Hozir yeb baho berib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima holda aka kechikkan talabaga? Kakeylarimiz bor, gulash go'shtlarimiz bor, jiz bor, qovurma sharab bor, pyure bor. Xo'p, mana shu jizdan berasiz. Keyin o'sha guruch berasiz. Go'shtdan ham solib berasiz. Bo'ladi, mana solavering. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum. Siz nimaysiz? Nozim aloqam. Bo'ldi, o'z oilasizmi? Xo'p. O'zi bu narsa men tushligimga yetadi. Lekin shunchaki baho berib ko'rish uchun har doim ham talaba bunaqa tushlik qila olmasligi mumkin. Shuning uchun bitta pirojka olmoqchiman va sayskov testi ham berasiz. Somsa ham bering, mayli, hammasidan bitta-bittadan.
Kartoshkalik go'sht. Kartoshkali bera qoling. O'zi ko'proq talabalar kartoshkali olsa kerak. Shirinliklar ham bor ekan. Xo'p. Shu Napoleon bering. O'zi atiga bir kunlik talaba bo'lsa, qorni ochib ketdi, bir o'ziga shuncha ovqatni olibdi deb o'ylamanglar. Aslida men o'zim uchun mana bu ovqatni salat va nonni oldim va choy. Qolganlarini bo'lsa, albatta talabalarning byudjeti har xil bo'ladi. Ko'pincha baribir pirojki, somsa, saska fchesti talabalar uchun menimcha eng yaxshi ketadigan narsa. Va bu bilan qo'shib shirinlikka umumiy faqatgina ta'miga baho berish uchun oldim va bularning hozir hammasi men uchun 63 mingga aylandi. Qayerda bo'lmasin, ta'lim sifati avvalo o'qituvchilar malakasidan boshlanadi. Mazkur dargohda dars berayotgan mutaxassislarning saviyasi va yondashuvini men bevosita dars jarayonida qatnashib his qildim. Ular talaba bilan faqat ma'ruzachidek emas, mentor sifatida ishlaydi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi va mustaqil fikrlashga undaydi. Xo'sh, talabalar bu yerda shakllangan ta'lim muhitini qanday baholaydi? Osiyo xalqaro universitetidagi aynan Xorazm kampusida ta'lim berish sifatini 10 ballik shkalada necha bilan baholaysiz? 10. 10 bilan baholayman. 10 ball shkalada 10 dan 10 baraladi. Misol 9 ball beramiz. 10 dan 10 ball. 10 dan 8. 10 ballik shkala bo'yicha 10 ball beraman. 10 ball qo'yardim albatta. 10 dan 100 qo'yaman. 10 dan 100. Xo'p, universitetingizda sizga eng yoqqan narsa nima, eng yoqmagani nima? O'qituvchilarning muomalasi, bizlara iyi sharoitlar, komfort bizlara zo'r. Bu yoqadi. Gap yo'q. Yoqmaydiganichi? Yoqmaydigani yo'q, lekin yoqmaydigani yo'q. Hozircha hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Sessiya boshlansa ko'ramiz. Ayni sessiya boshlansa ko'ramiz. Eng yoqqan narsalari, sharoitlari dim ajoyib, chiroyli. Keyin dars o'tish sifatlari ham dim zo'r. Yoqmagan narsasi yo'q hali. O'zim tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Hamma sharoit yaratib berilgan tibbiyot yo'nalishi bo'yicha simulyatsiya xonalari, o'qituvchilar, dars berish jarayoni o'ta zo'r. O'zim dadam meni bu yerga joylashtirajak vaqtda aynan Kunuzdan ko'rib joylashtirdilar. Kunuz reklama aytdimi, demak bu universitet ishonchli deb aytdilar. Shuning Ishonchli bo'ldimi rostdan? Ha, ishonchim oqladi. Mirjalol aka, bugungi kunda ta'limda raqobat hamma sohalar kabi borgan sari o'sib boryapti. Shunday. Nima sababdan abituriyentlar, ya'ni bo'lajak talabalar Osiyo xalqaro universitetini Xorazm filialini tanlashi kerak? Osiyo xalqaro universiteti Xorazm filialini tanlashdan asosiy maqsadni 3 ga belgilab ko'rsata olaman. Birinchisi haqiqiy mehnatga yarasha ish. Ikkinchisi irodasini sinash. Uchinchisi har bitta talaba o'qib chiqqandan keyin o'ziga mos ishni ravo ko'rish kerak. U uchun sifatli ta'lim bo'lishi kerak. Biz shu narsani bera olganimiz uchun ham bu narsalarga yechim sifatida ko'ra olaman universitetimizni. Hozirgi kunda bunaqa universitetlarning soni bisyor O'zbekiston bo'yicha. Lekin siz aytishingiz mumkin, Osiyo xalqaro universiteti ajralib tura oladimi? Osiyo xalqaro universiteti shu ajralib turish uchun ham harakatda. Binolari, ta'lim sifati, jarayonni bozor iqtisodiyotga mos, raqobatbardosh kadr ishlab chiqarishga moslashgani orqali. Bizni ham tasavvur qiling, ishlab chiqarish deb sifatli narsaga e'tibor qancha? Sifatli narsaga e'tibor sekin-sekin rivojlanadi. Biz harakat qilyapmiz shu e'tiborga tushish uchun. Shu nazarda, shu e'tiborda qolish uchun. Bir marta cho'qqiga chiqishni aytishingiz mumkin, siz o'ylashingiz mumkin, siz qachondir cho'qqiga chiqasiz, endi sizga tushish bo'ladi deysiz. Biz harakat qilamiz har doim cho'qqiga intilishda. Hech qachon chiqish bo'lmaydi. Ya'ni har doim o'sib borishga harakat qiladi. Xuddi shunday. Bu universitet miqyosida. Universitet deganda kim ko'z oldiga keladi? Universitet deganda bu professor, o'qituvchilar, sifatli ta'lim, ijobiy talabani mehnati. Hozirgi kunda asosiy e'tiborni ko'rgansiz, televideniyada ham start-uplar, loyihalarga qaratiladi. Biz ham harakat qilamiz har bitta talabamizni o'zini qobiliyatini o'zi olib chiqishiga. Nima uchun bu narsa kerak? Chunki biz ham o'qiganmiz oldin. Siz ham o'qigansiz oliy ta'limda. Faqat o'qiding, diplomingni olding, uyingga ketding, bo'ldi. Yo'q, endi unaqa emas. Keladi, kutib olamiz. Zo'r narsalarni, zo'r narsa undan chiqishiga uni ishontira olamiz. Ana undan keyin bitirish jarayonlarida ham xuddi shu narsani unga yetkazib berishimiz kerak. Bu masala ishga joylashtirish, jarayonni to'g'ri tushuntirish, shular bilan birgalikda bog'lab boriladi. Osiyo xalqaro universiteti abituriyentlarga, ya'ni bo'lajak talabalarga nimani va'da qila oladi? Xo'p, birinchi o'rinda Osiyo xalqaro universiteti va'da qiladigan narsasi shakllangan
tubdan o'zgargan, ham insoniylik, ham ilmiy darajada yuksak kadrni o'zi ixtiyori bilan o'zini olib chiqish intellektualligini aytishi mumkin. U uchun talabani mehnati qanchalik ko'rinadi? Agar yaxshi qancha mehnat qilsa, shuncha yorqinroq ko'rinadi. Agar o'zi xohlab, xohlamay qilsa, demak bu narsa o'rtancha holatga kelib qoladi. Lekin bizda o'rtancha holat degan narsa yo'q. Hammaga e'tibor bir xil. Biz hammaga e'tiborni qaratamiz. Har bitta talabamiz bilan alohida ishlaymiz. Har bitta talabamizga berilayotgan vazifani alohida tekshirishini talab qilamiz. Bu demak, hamma narsa oxiri borib ta'lim sifatiga borib taqaladi. Hozirgi kundagi asosiy maqsadimiz universitetni butun xalqaro degan Osiyo xalqaro universitetimiz. Xalqaro degan nomga munosib qilib, xalqaro maydonga olib chiqish. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoga tan olinishi, tibbiyot yo'nalishini, texnika yo'nalishini, jamiki bizda bor yo'nalishlarni xalqaro darajada olib chiqish. Bu uchun bizda kuch yetarli, bu uchun bizda ta'lim yetarli, bu uchun bizda mehnat qiladigan, biz uchun harakat qiluvchi kadrlarimiz yetarli. Biz bu narsani uddalaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Osiyo xalqaro universiteti ochilishiga juda ko'p vaqt o'tmay turib, juda katta mavqelarga erishdi. Ya'ni bu universitetni global ta'lim maydonidagi o'rnini mustahkamlash bo'yicha uzoq muddatli strategiyalar nimalardan iborat? Savol uchun rahmat. Osiyo xalqaro universiteti hozirda 30 mingdan ortiq talabalarga yuragini, yo'lini topib olgan. Ya'ni ularni jalb qila olgan, 30 ming talabani ishonchini qozongan universitet sifatida bizda strategiyalar juda ko'p, maqsadlar juda ko'p. Hozirda Osiyo xalqaro universitetini eng asosiy maqsadlaridan biri bu global ta'lim bilan hamjihatlikda ta'lim jarayonlarini tashkil qilish. Bu nima degani? Xorijiy davlatlarda, butun dunyoda hozirda ta'lim faqat yodlash bilan emas, balkim ta'limda yanada muhimroq elementlar, ya'ni interaktiv ta'lim jarayonlarini tashkil qilish, o'qituvchilardagi malaka oshirishlariga e'tibor berish, o'qituvchilarni sifatli ta'lim berishi uchun ularga yaratib berayotgan imkoniyatlarimizdan keyinchalik talabalarga bu narsani ustoz shogird sifatida ta'lim jarayonlarini tashkil qilish muhim strategik ahamiyatga ega. Bu narsani qilishi yagona yo'li bu globallashuv, ya'ni ta'lim jarayonida xorijiy tajribalarni olib kirish, xorijdan o'qituvchilarni olib kirish, ya'ni xorijiy o'qituvchilarni Osiyo xalqaro universitetiga jalb qilib, ulardan o'rganish. Ya'ni bizda o'zimizni mahalliy o'qituvchilarimiz, professor o'qituvchilarimiz shu xorijdan kelgan malakali ustozlardan bilimlarini mustahkamlash va buni keyinchalik o'zimizni mana yosh talabalarimizga yetkazish. Buni yo'lida biz hozirda xorijiy o'qituvchilar sonini 10% ga yetkazdik. 500 dan ortiq xorijiy talabalar ham tahsil olyapti. Bu haqiqiy global muhitni yaratish uchun xizmat qilyapti. Osiyo xalqaro universiteti shu maqsadlarga erishish uchun tinmay harakatda. Ya'ni 2030-yilgacha strategik maqsadlardan biri Osiyo xalqaro universitetida xorijiy talabalarning sonini 10 mingtadan ortiqga yetkazish. Xudo xohlasa buni imkoniyati bor deb o'ylaymiz. Albatta, juda yaxshi niyat, juda yaxshi loyihalar. Hozir juda muhim bir so'zni aytdingiz, ya'ni o'sha global bozorga moslashuv va globallashuvni bir fragmentiga aylanish, bu juda yaxshi. Tez o'zgarayotgan zamonda, ya'ni globallashuv va raqamli dunyodagi jarayonlarda o'quv dasturlarining dolzarbligi va xalqaro raqobatbardoshligini qanday ta'minlaysiz hozirgi davrda? Bu juda ham aktual muammo hozirda. O'quv dastur, o'quv rejalar haqiqatdan real hayotga mosligi va buni nima deydi, talabalarimiz bitirganidan keyin faqat diplom uchun emas, malakali mutaxassis bo'lib chiqishi uchun ularga berilayotgan bilimlar, tanlangan fanlar, o'quv dasturlar haqiqiy real muhitga mos bo'lishi kerak. Buni ta'minlashni biz yagona strategik jihatdan yo'li bu bizni 20 dan ortiq davlatlardagi 70 dan ortiq hamkorlarimiz orqali qilyapmiz. Ya'ni ularning o'quv dastur rejalari bilan almashinuv, buning ustidagi bo'layotgan seminarlar, buning ustidagi bo'layotgan nima deydi, almashinuvda xorijiy mutaxassislarni biz o'zimizga chaqirib, o'quv dastur rejalarimizni qayta ko'rib chiqish,
va uni takomillashtirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqish, yangi fanlarni asta-sekinlik bilan kiritib borish, eskilardan voz kechish. Shu uslubda biz moslashyapmiz global muhitga. Chunki global muhitga moslashish uchun universitetning eng muhim strategik jihati bu albatta o'quv dastur rejalarini qayta ko'rib chiqish va uni real bozorga mosligini ta'minlash. Chunki talaba bitirib bo'lgandan keyin mutaxassis bo'lib chiqishi kerak va bir joyga ishga kirgan vaqtida u shu o'rganish jarayonini noldan emas, qaysidir bir nuqtadan boshlasa agar, u tezroq moslasha oladi. Ya'ni bilimini qo'llay olishi kerak. Bilimini qo'llay olishi kerak o'zi. To'g'ri. Real hayotidagi ish jarayonida bilimini qo'llab bilishi kerak. Juda hozir yaxshi fikrlarni aytdingiz, ya'ni bu xalqarolashuv jarayoni. Keling, hozir shu xalqarolashuv jarayoni haqida biroz suhbat qilsak, ya'ni xalqaro universitetlar bilan hamkorlaringiz haqida aytib bera olasizmi? Ya'ni bu talabalarga o'quv jarayonida qanday afzalliklar beradi? Biz juda ko'p e'tibor qaratyapmiz xalqarolashuv, bizni xalqaro hamkorlarimiz. Men bitta namuna sifatida aytishim mumkin. Washington University of Science and Technology bu bizni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hamkorimiz. Chuqur kelishuvlarga erishgan, chuqur strategik ahamiyatga ega bo'lgan proyektlar ustida ishlayotgan universitetimizda bizda hozirda qo'shma ta'lim dasturimiz mavjud. Talabalarimiz bir o'quv yili yoki 2 o'quv yilidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga borib o'qishi mumkin. Yoki imkoni unchalik yetmasa agar onlayn ta'limda qolishi mumkin ular bilan. Ya'ni bu strategik jihatdan juda muhim. Biz ularni o'quv reja dasturlaridan foydalanyapmiz, ularni strategiyalaridan foydalanyapmiz, ularni professor o'qituvchilari bizga kelib, shu yerda malaka oshirishimizga, bir o'rganishimiz uchun, rivojlanishimiz uchun yordam beryapti. Bu juda ahamiyatli. Bu bizni rivojlanishimiz uchun juda muhim. O'sishimiz uchun juda muhim va talabalarga bu imkoniyat, ya'ni xorijga borib o'qishini davom ettirishi, u yerda borib rivojlanishi va o'sishi, keyinchalik o'rgangan bilimlarini O'zbekistonga qaytib kelib tatbiq etib bilishligi uchun biz yaratgan sharoitlardan biz faxrlanamiz. Shunday sharoitlarni yaratishda davom etamiz. Bu faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlari emas, balkim Indoneziya, Malayziya, Belarus, Qozog'iston va boshqa qo'shni davlatlar bilan ham qilayotgan proyektlarimizda talabalarni amaliyotlarga yuborishimiz, o'sha talabalarimiz bizni hamkor universitetlarimizda amaliyot o'tab kelib, u yerdagi muhitni ko'rishligi, ya'ni ularni qanday jarayonda ular o'quv jarayonini olib boryapti, qay tartibda ular o'zini amaliyot jarayonini olib boryapti va uni biz o'zimizdagi bilan taqqoslab, biz ulardan o'rganyapmiz. To'g'ri, asosan. O'zimizni fikrlarimizni beryapmiz, fikr almashinuvi bo'lyapti va talabalarimiz qaytib kelganda, mana masalan, ular o'sha universitetni rahbariyati bilan birgalikda ham qaytib kelyaptiki, biz o'rgangan narsalarimizni mana endi shu yerda seminar qilib, konferensiya qilib boshqalarga ko'rsataylik, o'rgataylik, tushuntiraylik. Bu juda kuchli strategiya deb o'ylayman. Bu katta ahamiyatga ega. Biz hozir xalqarolashuv jarayoni, ta'limdagi innovatsiyalar va universitetdagi o'quv jarayonlari haqida gaplashdik. Keling endi talabalar muhiti haqida gaplashsak, ya'ni o'sha akademik bilimdan tashqari, ya'ni sinf auditoriyalardan tashqari talabalar uchun yana qanaqa ularni rivojlantiradigan, ularning kompetensiyalarini rivojlantiradigan dasturlar yaratilgan bu universitetda? Ma'naviy ma'rifiy muhit biz uchun juda muhim. Universitetimizda talabalarni darsdan tashqari bo'lgan bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida juda ko'plab sport klublari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilyapti. Yaqqol misol, mana futbol juda ham ommalashib ketdi. Futbol klubimiz va u bilan tashkil qilinayotgan juda ko'plab boshqa sportga katta e'tibor juda katta e'tibor qaratilyapti. Ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda albatta bilimga oidlari ham bor, albatta zakovatga e'tibor qaratilyapti. Talabalarimizni orasida eng zo'rlari tanlanib olinib, ular tayyorlab, ularni respublika bosqichiga ham yo'llanma olishlari biz uchun biz faxrlanamiz ulardan. Katta yutuq. Katta yutuq biz uchun. Albatta va undan tashqari mana talabalarimizga chet elda amaliyot qilib kelishi ham bu bir imkoniyat yaratilishi ham bularga
Menimcha auditoriyadan tashqari to'g'ri rivojlanishiga juda katta foyda beradigan qismi. Bizda sayyor darslar ham juda ko'p. Sayyor darslar deganda talabalar ishlab chiqarishda yoki bo'lmasam mana bir korxonalarda, tashkilotlarga borib, o'sha yerda ta'lim jarayoniga ishtirok etishning boshqacha usuli, ya'ni real hayotda qanday ishlash kerakligini ko'rgan holda o'rganishligi, nazariya bilan amaliyotni birlashtirib, ancha talabalarimiz yangi ko'nikmalar ola olyapti-da bu narsadan. Albatta bu juda kuchli, juda foydali bo'ladi deb o'ylayman talabalarga. To'g'ri. Keling, endi so'nggi savolim shundan iboratki, hozir haqiqatdan juda ko'plab sifatli universitetlar bor, xalqaro universitetlar bor, yoshlarimiz dunyoga ochilyapti va imkonlar bor. Sizni tasavvuringizda yoshlarga qanaqa universitetlarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Ya'ni bu universitetlarda nimalar joriy etilishi kerakki, ular kelajakda o'sha o'zi istagan va kelajak kasblari, kompetensiyalariga ega bo'ladigan universitet siz tasavvuringizda qanday bo'lishi kerak? Albatta, juda ko'p faktorlar rol o'ynaydi yaxshi tanlov qilish uchun. Universitet tanlovi juda ham muhim, chunki hozirda faqat diplom uchun emas, haqiqatdan bilim olish uchun o'qish kerak. Chunki bilimli mutaxassislar hamma joyga kerak. Diplomli mutaxassis va bilimi bo'lgan mutaxassislar ish topishda qiynalmayapti hozirgi zamonda. Shuning uchun haqiqiy laboratoriya markazlari, simulятsion markazlar, universitetda yaratilayotgan o'sha o'quv jarayoni bilan oid bo'lgan shart-sharoitlarni o'rganib, keyin tanlov qilishni men maslahat bergan bo'lardim birinchilardan. Albatta jamoa, o'qituvchilar, ta'lim sifati bu tanlov bo'lganidan keyin ko'rish mumkin. Lekin ungacha bo'lgan qismi bu infrastrukturasi. To'g'ri. Ya'ni laboratoriyasi, uni simulятsion markazlari, yaratgan shart-sharoitlari, mana bularga baho berish kerak birinchilardan. Agar ular mavjud bo'lsa, ulardan faqat demonstrativ emas, haqiqatdan ham foydalanilayotgan bo'lsa, real hayotda foydalanilayotgan bo'lganligi uchun ham bu universitetda demak rivojlanish bor, o'sish bor degani. Bundan tashqari universitet yana nima loyihalar bilan shug'ullanyapti? Mana masalan Osiyo xalqaro universitetida maktab, bog'cha, klinikalar, bu loyihalar barchasi bizning talabalarimiz uchun. Ya'ni uzluksiz ta'lim bor. Uzluksiz ta'lim mavjud. Mana shuning uchun talabalarimiz tanlovni to'g'ri qilish kerak. Abituriyentlar tanlovni to'g'ri qilish kerak deb hisoblayman. To'g'ri. Suhbat uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham.